Mavzumiz shuki, dehqonlar nima uchun zarar ko'ryapti? Global iqlimning isib qurg'oqchilik bo'lib ketishi. Tuproq unumdorligiga e'tibor bermaydigan bo'lsak, bu juda og'ir katastrofalarga olib kelishi mumkin. Chunki hozirgi kunda ham biz qishloq xo'jaligiga oid bo'lgan yerlardagi chirindi miqdori 1% ga yetmaydi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun nima kerak? Dehqonlar yerga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirish kerak. Sizlar tomonidan bir narx-navoni pasaytirish, dehqonlarga bir imtiyozli qilish bo'yicha bir monitoring bormi? Masalan, yeri oshgan yo'q, suv muammo, lekin salarga oshib ketyapti, o'g'it oshib ketyapti. Bu bo'yicha sizlar tomonidan qanday bir amaliy yordam bo'ldi? Amerika Qo'shma Shtatlarida ularda qishloq xo'jalik departamenti deb yuritiladi, bizda qishloq xo'jalik vazirligi. 20 mingta xodim ishlasa shtatlar bo'yicha 5 mingi faqat bozorda o'rganadi. Qishloq xo'jaligini risklarini baholash tizimi yo'q desam to'g'ri bo'lmaydi bugungi kunda, lekin qoniqarli darajada bo'lmagan. Buni sababi nimada? Bu kim aybdor bu? Mahalliy sortlardan tashqari umuman reyestrga kiritilmagan, chet eldan keltirilgan navlardan juda ko'p foydalanyapmiz. Bilib bilmasdan fermerlarimiz, dehqonlarimiz ekyapti-da, kuyib qolyapti. Chunki u hali bizni tuproqqa mos keladimi yo yo'qmi? Biz sharoitimizda yaxshi o'tadimi yo yo'qmi degan gap. O'zbekistonda boyagi reyestrga kiritish uchun, uni sinash uchun bizdagi o'sha institutlarning tegishli vakolatli idoralarning imkoniyati yetarlimi? Nima uchun bu qilinmayapti? Ekdi, qanaqadir bir tabiiy ofat keldi yoki nimadir bo'ldi, qurg'oqchilik bo'ldi, zarar bo'ldi va o'sha mahsulot bizda yetishmaydi. Agar bozor zo'r bo'lsa, uni eksportyorga yoki bo'lmasa siz aytayotgan platformadagi berish shart emas, sotaveradi. Dunyoni o'zi manfaat boshqaradi. Ularning gaplaridan keyin fikrim o'zgardi. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, azizlar, partiya faollari. Bugun yangi loyihani boshladik, ya'ni taraqqiyot nuqtasi loyihasini boshladik. Bu loyihani tashkil qilishdan maqsad, bizning maqsadimiz, biz oldimizdagi vazifamiz taraqqiyotga erishish ekan. Xuddi shu taraqqiyotga erishish uchun aniq bir nuqtada biz muammolarni hal qilish orqali hamma masalalarimizga yechim topishimiz kerak. Va taraqqiyot nuqtasi va bizni taraqqiyotga erishishimiz uchun shu joydagi qabul qiladigan qarorimizga bog'liq. Albatta, qabul qiladigan qarorlarimiz har jihatdan asoslangan, aniq muammoni hal qilishga qaratilgan va kelgusidagi vazifalarimizni taraqqiyotda o'zimizga taraqqiyot uchun belgilab olgan maqsadlarimizga erishish uchun aniq oldimizga qo'ygan vazifalarimizni ijrosini ta'minlash mexanizmlarini kelishib olishga qaratiladi. Bizning loyihamiz taraqqiyot nuqtasi loyihasi bugun olimlar ishtirokida, jamoatchilik faollari ishtirokida, ijro organlari, parlament vakillari ishtirokida va turli tashkilotlar ishtirokida, oddiy tadbirkorlar ishtirokida o'tkazilayotganligini sababi bu har bir masalaga ham ilmiy tahliliy nuqtai nazardan, ham jamoatchiligi fikri nuqtai nazardan, ham bu sohada ishlayotgan soha mutaxassislarini fikri nuqtai nazardan yondashib, aniq muammolarga yechim topishga qaratilgan. Bizni bugungi taraqqiyot nuqtasi loyihamizni bugungi mavzusi, biz birinchi tanlab olgan mavzumiz shuki, dehqonlar nima uchun zarar ko'ryapti? Agrar sohadagi, qishloq xo'jaligi sohada bizni o'sha yaxshi niyat bilan bizga ekin ekkan, hosil yetishtirayotgan dehqonlarimizni daromadli bo'lishini ta'minlash. Biz bu mavzuni nima uchun tanladik? Chunki o'tgan yili bo'ldi, bu qishloq xo'jaligi sohasida ayrim turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlarining narxi keskin tushib ketdi. Ayrim turdagi mahsulotlarimizda hosil kam bo'ldi. Va sohadagi dehqonlar shuni natijasida zarar ko'rdi. Zarar ko'rishi bu bevosita respublikadagi oziq-ovqat xavfsizligiga ham ta'sir qildi. Bu yo'nalishda biz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashimiz bilan birga eng asosiy masala bu biz shu yo'nalishda ishlayotgan, shu sohada ishlayotgan fermerlarimiz, dehqonlarimiz, tomorqa yer egalarimiz hammasini zarar ko'rishini oldini olishimiz kerak. Hurmatli ishtirokchilar, bugun biz markaziy studiyaga aynan sohaga daxldor bo'lgan vazirlik idoralari, qishloq xo'jaligi vazirligi, suv xo'jaligi vazirligi, savdo sanoat palatasi, karantin xizmati, gidrometeorologiya markazi va boshqa ko'plab tashkilotlarni vakillarini taklif qilganmiz va shu bilan birgalikda bu sohada qonunchilikni takomillashtirish maqsadida har safar bizning an'anamizga asoslangan holatda bizni parlament vakillarimiz, Oliy Majlis deputatlari ham bugungi bizni tadbirimizda ishtirok etyapti va jamoat tashkilotlari vakillari,
va faollarimiz bugun juda ham ko'pchilik. Endi hududlardan Zoomdan qatnashayotgan bizni mahalliy kengash deputatlarimiz ham bor, markaziy studiyadan ham ishtirok etishyapti. Men bugungi mavzuni, ya'ni dehqonlar nima uchun zarar ko'ryapti, muammo va yechimlar mavzusini muhokama qilish uchun so'z navbatini O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rizqul aka Siddiqovga beraman. Rizqul aka, marhamat. Bugungi bizni muhokama qilayotgan mavzuyimiz qanchalik darajada dolzarb? Siddiqov Rizqul Ergashboyevich Samarqand qishloq xo'jaligi institutini tamomlagan. Mutaxassisligi olim agronom, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, katta ilmiy xodim. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasining a'zosi. Albatta bu bejizga emas. Bu tadbirning asosiy mazmuni, mohiyati shundaki, muhtaram prezidentimizning shu O'zbekiston strategik rivojlanish kitobining muqaddima qismida dunyoning hech qaysi yerida bir xilda tong otmaydi deb boshlanadi. Bu bejizga emas albatta. Bu hayot borki, har kim harakat qiladi. Mavzudan uzoqlashmagan holda aytishimiz mumkinki, albatta bu mavzuning o'zi ham juda ham dolzarb. Dehqonlar nega zarar ko'ryapti? Muammo va yechimlar. Bu qonunchilik nuqtai nazaridan ham, ilmiy, amaliy nuqtai nazaridan ham bo'ladigan bugungi jonli suhbat tarzida o'tadigan. Bu juda ham kerak, dolzarb. Buni hammalaringiz ham juda yaxshi bilasizlar. Endi buni obyektiv sabab, subyektiv sabablari bor. Bugungi jamiyat, bugungi muhitdan, sharoitdan kelib chiqqan holda albatta har tomonlama bo'lishi mumkin. Shuning uchun qisqaroq qilib aytaman. Birinchi sabablardan albatta bu dehqonchilik doimo dehqonchilik tizimi ilmiy asosda yuritiladi. Bu birinchisi bo'ladigan bo'lsa, avvalo tabiat bilan hisob-kitob. Mana aytishimiz mumkinki, tabiatda o'zi 3 xil qurg'oqchilik bo'ladi. Tuproqning qurg'oqchiligi, havoning qurg'oqchiligi va mana shu uchinchisi tuproq, havo, quruq. Tuproq va havo qurg'oqchiligining bir vaqtda kelishi. Bu tahlillarga qarab aytadigan bo'lsak, 89-yildan mana shu qurg'oqchilik bir kuzatilgan bo'lsa, men o'zim ilmiy tekshirish ustida rahbar ishlab bergan paytlarim qilganmiz, 1950da. 89-yildan 2011-yilgacha bo'lgan davrda tahlil qilganimizda mana shunaqa issiqlik qurg'oqchilik har 5-6 yilda bir marta kuzatilgan. 11-yildan so'ng mana shu 15-16-yillarda ham noqulay ob-havo sharoitlari kuzatilgan, har 3-4 yilda bo'lgan. Lekin mana hozir qarib 8-10 yil bo'lyapti. Mana shu 2-3 yil emas, mana shu oxirgi yillarda har 2 yilda bir kuzatilyapti. Uzoqqa borib o'tgan yilda solishtirib, undan oldingi yil, mana bu may, aprel, may oyidagi ob-havoni solishtiradigan bo'lsak, mana shu tuproq havo qurg'oqchiligining bir vaqtda kelishi har 2 yilda kuzatilyapti. Bu uchinchi shu tuproq havo qurg'oqchiligi bu nafaqat bu o'simliklar dunyosi, hayvonot dunyosi, insoniyat olamiga ham ta'sir ko'rsatadi. Butun shu yashash tarzida, hayot tarzi yak deymiz, yak o'suv davri deymiz o'sha vaqtda. Endi mana shunday bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Yangi zamonaviy texnologiyalarni, ya'ni zamonaviy shu texnologiyalar yuritadigan shu oziq-ovqat xavfsizligini oldini olish uchun kadrlarni shakllantirish kerak. Chunki mana hozir bitta misol qilib aytaman, biz hafta davomida Baxtiyor aka Jizzax viloyatida bir soha bo'yicha yerga duzda va yer loyihalari ustida kecha mana irrigatsiya va suv muammolari ustida hurmatli vazir bilan suhbatlashib o'tkazib keldik, o'rganish jarayoni. Mana oddiy misol aytaman. 2020-yilgacha Covid boshlangunga davrga qadar hisob-kitob qilib ko'rdik. Nima deydi, Sog'liqni saqlash vazirligi statistika qo'mitasi bilan birgalikda 20-yilgacha bo'lgan davrda aholimizning o'sishi 30-yilga borib 41 milliondan oshib kuzatilyapti. 41 milliondan. Endi qarang. Agar mana shu bevosita dehqonlarimizning dehqonchilik qilishga bog'liq bo'ladigan mamlakatimizga kirib keladigan suvning agar o'rganadigan bo'lsak, qo'shni davlatlardan 80-85% shakllanib keladi. Bu bitta ta'sir kuchi bo'lsa, ikkinchi omil mana shu hozir hammalaringiz bilasizlar, global iqlimning isib qurg'oqchilik bo'lib ketishi. Albatta mana shu yerda yana buning yagona yechimi mana shu tabiatni hisob-kitob qilib zamonaviy yangi texnologiyalarni uratish. Endi yana shulardan mena bittasi, har qanday dehqon avvalo nima deydi, tajribali dehqon, mukammal dehqon deb yuritiladi. Bu albatta men ham mana shu 90 mana shu 27-28 yil bo'lyapti. Respublikaning nima deydi, ixtirosi qilib aytolmayman, tuprog'ini yaxshi bilaman. 28 yildan buyog'iga mana shu respublika tumanlarida, hududlarda, bevosita joylarda oylab, yillab ishlagan, yaxshi tushunamiz hududlarni. Birinchi navbatda dehqonlarda yerga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirish kerak. Mana bitta birinchisi bu. Yerga munosabat o'zgarsa, albatta o'zgaradi. Yangi zamonaviy texnologiya o'zgaradi, bu qilgan tomonlari ham.
endi o'zi agar aslini olib qaraganda o'zi bu bozor bilan bog'liq muammo qisqasi oxiri oziq-ovqat xavfsizligi barib taqaladi. Chunki mana shu bugungi seminar bilan bog'liq bo'lgan bevosita dehqonlarning shu zarar ko'rishi, muammo yechimlarini bo'lgan bu pirovar natijada oziq-ovqat xavfsizligi bog'liq. Mana shu oziq-ovqat xavfsizligining xalqaro nima deydi darajalari borda. Jahon, mintaqa, milliy, mahalliy va oila deb darajalar mavjud. Albatta bu endi aytadigan bo'lsak, dunyoni o'zi manfaat boshqaradi. Bu dehqonlarning ham obyektiv sabablari mana shu yetishishdagi agrotexnik jarayonlar, u yerda ishlatilgan moliya resurslari, mineral o'g'it resurslari, suv resurslari, vaqil hammasida bu shu narx-navoning o'sib ko'rsatishishi. Albatta bularni urug'chiligi, nima qilishi, yetkazib berishi, keyin mana shularni joyida masalan saqlash, qayta ishlash hamda pirovar eksport qilish jarayonida, sotish jarayonidagi bu vujudga keladigan muammolar. Bu tabiat keladigan yil-yilga o'xshamaydi albatta. Bu bozordagi narx-navoga bog'liq. Bozorda narx esa har yil o'zgarib turadi. Buni iqtisodchilarimiz, hurmatli ekspertlarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Shu nuqtai nazardan nima deydi, olib qaraydigan bo'lsak, albatta buni bugungi hozir kelgan mana shu hamkasb olim mutaxassislarimiz, hurmatli ekspertlarimiz bilan shu suhbat jarayonida albatta buni birga o'zgartirib nima qilamiz? Suhbatlashamiz. Yana bir taraf shundaki, hozirgi kunda shu fermerlarimiz tomonidan ham yaqqol xayol misol turibdi. Mana shu bugun bekorga emas, bu hammasining avval asosan aytganimdek qonuniy, ilmiy, baxtariga o'zakdan hamda amaliy yechimlar asosi kerak. Albatta shunday qilib bo'lishi kerak. Navlarni joylashtirishdagi bugunda holat. Har bir mintaqamizda, respublikamizda 4 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, shimoliy, janubiy, markaziy hamda bu vodiy mintaqalarimizda har bir ekin turining o'z maqsadga tushiradigan nima desam endi, ob-havo, iqlim sharoiti bor, tuproq iqlim sharoiti. Mana kecha bitta oddiy misol aytishim mumkinki, o'sha Uzdov yer loyiha bo'yicha borganimizda o'zim tahlil ko'rganmiz. Mana shu hozir yerdan foydalanish tartibi. Buni o'g'it turlaridan foydalanish tartibi. Oddiy misol. Tuproqda 1 santimetr oziq-ovqatlam hosil bo'lish uchun 1 asl, atqamiga 100 yil vaqt kerak. Abdullaga. To'g'ri? Mana ustozlarimiz birga ishlash bo'lib ko'rganmiz shu jarayonda 1 asr. Bugungi kunda endi o'sha tuproqni asrash uchun u bitta ya shu sohaning mutaxassislari, ya shu soha ekspertlar butun jamiyat bu bilan kurashish kerak. Chunki o'sha bironta katta obyektga qurilish bo'ladigan jarayonda uni sidirish deydi, bu qonunchilikda ham bor. Qonunni ishlatishimiz kerak. Buni u kim bir kishi butun jamoatchilik kirish kerak. Chunki bugun bejizga aytmadim, aholi sonimiz o'sishini. Shulardan kelib chiqqan holda endi mana bugun shuni yaqqol misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Mana shu qonunchilikni albatta ilm fandi bilishning chegarasi bo'lmaydi. Shuning uchun mana bugungi bu tadbirda misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Mana shu tadbir jarayonida bevosita suhbat, savol-javob jarayonida buni hammasiga albatta mo'min taqsir topasini o'ylayman. Shu seminarga muvaffaqiyat tilayman. Juda bir batafsil kirish qilib berdingiz. Rahmat. Endi bu masala oziq-ovqat xavfsizligiga bog'liq ekan. Bu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligining alohida tahlillari bor, hisob-kitoblari bor va bu yo'nalishda kamchilik, muammolar haqida ham vazirligimizda ma'lumotlar bor. Shuning uchun men so'z navbatini Iqtisodiyot va Moliya vazirligi vakili Abdusamatova Feruza opaga bersam. Abdusamatova Feruza Mamasiddiqovna. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiyot fakultetining magistratura bosqichini tamomlagan. Mutaxassisligi iqtisodchi. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi Oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo'jaligi rivojlanishini tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi bosh mutaxassisi. Qishloq xo'jaligi agrar soha respublika iqtisodiyotining 19% tashkil qiladi va 2024-yil natija yakuni bilan 467 trillion so'mlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarilib, o'tgan yilga nisbatan o'sish 103.1% ni tashkil qilgan. Shundan 219 trillion so'm dehqonchilik va 226 trillion so'm chorvachilik mahsulotlari. Va bu ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga qanaqa qilib erishganimiz, qancha ekin ekildi, nima hammasini gapirmoqchi edim. Hozir endi bularning gaplaridan keyin fikrim o'zgardi. Hozir statistikani keltirgandan men o'ylaymanki bir yangilik bo'lmaydi. 24-yil yakuni bilan men bir narsani aytmoqchiman. Hozir siz aytdingizki, dehqon nima uchun zarar ko'ryapti? Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun nima kerak? Men birinchi o'rinda bu narsani ta'kidlab o'taman va
dehqon nima uchun zarar ko'ryapti? Chunki bizda bugungacha yo'q desam to'g'ri bo'lmaydi. Bundan 5-6 yil oldin bu tizim yo'q edi, hozir nisbatan bor. Bugungacha qishloq xo'jaligida mana hozir tabiiy yo'llar bilan ob-havo natijasida va turli mana dunyoda bo'layotgan har xil holatlardan kelib chiqib qishloq xo'jaligini risklarini baholash tizimi yo'q desam to'g'ri bo'lmaydi bugungi kunda, lekin qoniqarli darajada bo'lmagan. Monitoring qilish, ya'ni u yoki bu mahsulot bizda qanchalari yetishyapti, qanchalari yetishmayapti. Mana masalan, bunga misol mana o'tgan yil boshida tarvuz bilan, qovun bilan, piyoz bilan bo'lgan voqealar. Mana bizgacha qisqacha ma'lumot hozir statistika keltiraman. O'sha ob-havoni qulay kelib ayrim turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosildorligini yuqori bo'lishini hisobiga o'tgan yilni dastlabki 8 oyini o'zida 71% ga tarvuz ishlab chiqarish 71% ga, qovun ishlab chiqarish 54% ga oshdida va bu o'rtacha va piyoz mahsulotini ham hajmi ko'payib ketgani uchun piyoz narxi arzonlab ketdi, tarvuz qovuni narxini arzonlab ketdi va bu o'z navbatida o'tgan yili o'sha yilning boshini o'zida 350 ming tonnadan ortiq bu mahsulotlarni isrof bo'lishiga sabab bo'ldi. Hammamiz guvohmiz va mana shunday holatlarni bo'lmasligini oldini olish maqsadida bizga monitoring tizimi kerak edi yoki dehqonga ishlab chiqaruvchi u bilish kerak edi. Bu yil u mana bu mahsulotni ishlab chiqarsa unga foydaliroq bo'ladi yoki bu yil u mana bu mahsulotni ishlab chiqarishi kerak emas degan tizim kerak edi bizga va biz bunga anchadan beri kelyapgandik va bu hozir Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan alohida shunaqa milliy platforma ishlab chiqarilyapti. Agrar va oziq-ovqat sohasidagi vaziyatlarni baholash bo'yicha katta milliy elektron platforma ishlab chiqarilyapti va unga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4803 sonli farmonlariga asosan Jahon banki mablag'laridan 20 million dollar pul ajratilgan. Imенно mana shu platformani amalga oshirish va mana shu platformani ishga tushirish uchun. Endi hozir agar nima ruscha qilib aytganda imet informatsiya vладеть миром degandek, hozir agar dehqon yoki fermer ishlab chiqaruvchi qaysi mahsulotini eksa, unga foydali ekanligini oldindan biladigan bo'lsa, bunday holatlarga olib kelmaydi. Keyin undan tashqari mana masalan ekdi, qanaqadir bir tabiiy ofat keldi yoki nimadir bo'ldi, qurg'oqchilik bo'ldi, zarar bo'ldi va o'sha mahsulot bizda yetishmaydi. Ana o'sha yetishmaganini ham oldindan biz bila olamizda va kerak bo'lganda qo'shni mamlakatlardan o'sha hosilni nobud bo'layotganini oldindan bilgan holda qo'shni mamlakatlardan o'sha mahsulotni eksport qilish yo'llarini qilish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Bu birinchisi elektron platforma. Ikkinchi masala, bilsanglar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, masalan, meva-sabzavot mahsulotlarini 65% dan ortig'i, go'sht sut mahsulotlarini 80% dan ortig'i bugungi kunda dehqon xo'jaligi va tomorqa xo'jaliklarining hisobiga to'g'ri keladi. Bu birinchidan ulardagi yetishtiriladigan mahsulotni aniq hisob-kitob qilish tizimini bugungi kunda nima deydi, shaffof tizimi yo'qligida statistika organlari tomonidan yuritiladi, lekin har doim ham bu ma'lumot to'g'ri kelib chiqavermaydi. Qamrab olish imkoniyati kam. Mukammal emas. Va bu agar biz bugungi kunda bizda yetishtiriladigan mahsulot bo'yicha aniq ma'lumotga ega bo'lmaydigan bo'lsak, biz oziq-ovqat xavfsizligi qanchalar ta'minlanayotganligi haqida bir aniq bir to'xtamga kela olmaymiz. Va undan tashqari ham mana shu toifa xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari, aholi tomorqalari o'zlarida yetishtirilgan mahsulotlarni stixiyniy deydi, o'zlari xohlagan paytda sotadilar. O'ziga kerak bo'lgan paytda ular sotadi. Mana va ko'pdan ko'p holatlarda bu qaysidir ma'noda bozorni to'yinishiga olib keladi yoki boshqa aksariyat holatlarda iste'molchilardan tashqari ana o'sha dehqonlarning o'zini ham zarar ko'rishiga olib keladi va yana bitta kichkina bir kuzatish etishim mumkin. Mana masalan 80% dan ortiq chorva dehqonni qo'lida deyapmiz. Mana dehqon o'zini ehtiyoji bor, qanaqadir maktab formasi qilish kerak yoki bir qanaqadir marosim qilish kerak, tadbir qilish kerak, uyda kichkina deylik buzog'i bor. Hali buzoqni o'rtacha bir 200-230 kilolik vesdagi buzoqni olib chiqyapti, sotib yuboryapti. Agar o'shani bir mana deylik yana uni ko'p semirtirib yoki вторичный откорм deymiz, o'shanga semirtirib, o'shani belgilangan o'sha 350 yoki 400 kilo vazngacha yetkazib turib sotilganda edi, go'sht ishlab chiqarish hajmi qanchalik darajada oshgan bo'lardi. Shuning uchun men bu bo'yicha ham aytmoqchiman. Birinchidan
yaqinda qabul qilindi prezidentimiz oziq ovqat xavfsizligi bo'yicha dastur qabul qilindi 36 sonli farmonlari va ana o'sha yerda statistika tizimini tubdan takomillashtirish, ayniqsa dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqalarini qamrab oladigan statistika tizimini tubdan takomillashtirish belgilandi. Hozir mana shu tadbirlar ham amalga oshirilyapti. Yaqindagina mana 3 oy bo'ldi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan yangi korxona tashkilot tashkil qilindi. Agrostar Holding degan tashkilot. Bu Agrostar Holding tashkilotiga davlat byudjeti mablag'laridan kerakli darajada mablag' ajratildi va uni asosiy vazifasi mana o'sha mahsulotini sota olmaydigan yoki yeri bo'lsa ham eka olmaydigan, qisqa ozgina bo'lsa ham yetishtirgan mahsulotini sota olmaydigan yoki umumiy qilib aytganda dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqalaridan samarali foydalanishni har qanday shaklda yordam berish, ham moliyaviy deysizmi, ham har qanday shaklda ularni qo'llab-quvvatlash, ularga yordam berish va ularda yetishtirilgan mahsulotlarni ichki va tashqi bozorga olib chiqishga ko'maklashish. Rahmat. Men olimlarimizga so'z berishdan oldin aynan sohada ko'p ma'lumotga ega bo'lgan va bu sohada bir necha yillardan beri mehnat qilib aynan shu sohani hamma ikir-chikirni biladigan Zafar aka Ortiqovga so'z bersak, ham O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi vakili, bizni mavzumizni qanchalik darajada dolzarbligi, mana hozir qarashlarni Zafar aka eshitdingizda, mana tuproq bilan bog'liq bo'lgan, tabiat bilan bog'liq bo'lgan va riskni baholash bilan bog'liq bo'lgan nuqtai nazarlarni, endi o'zi aslida vaziyat qanaqa? Bunga Qishloq xo'jaligi vazirligining munosabati qanaqa? Artiqov Zafar Boltaboyevich Toshkent davlat agrar universitetini tamomlagan. Mutaxassisligi olim agronom. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi meva uzum sabzavot, poliz va kartoshkachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i. To'g'ri aytilyapti, mana bir xil yillarda o'sha yilni yilga o'xshamasligi, ya'ni o'sha qaysidir mahsulotga ob-havoni ko'proq ta'siri, qaysidir mahsulotga kamroq ta'siri bo'lishi mumkin. Bu tabiatni holati, ya'ni o'sha qaysidir mahsulotni ko'payib ketishi, o'sha ob-havoni ta'siri o'sha mahsulotga yaxshi sharoit yaratilganligi hisobida o'shanaqa hosildorligi oshib ketishi ham mumkin. Endi bu yerda taqdimotimiz boyaga aytganingizdek Feruza opam ham aytib o'tdilar. Mana bu yerda biz ham xuddi shunday 24 va 25-yilda qishloq xo'jaligida olib borilayotgan shu oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha taqdimot qilingan edi. Shuni monitor yoniga ijtimoiga tushuntirib bersangiz yaxshiroq bo'lardi. Bu taqdimotimiz mana shu 2024-2025 yilda shu qishloq xo'jaligida qilinadigan asosiy vazifalarimiz. Mana 2024-yilda o'zingizga ma'lum, mana barcha toifa xo'jaliklarimizda bugungi kunda 367 ming gektar bog'larimiz va 220 ming gektar o'sha barcha toifada tokzorlarimiz mavjud. 2024-yilda o'sha bilasiz, bu yerda asosan bog' tokzorlarimizni, o'sha samarasiz bog' tokzorlarini o'rniga yangi bog' tokzorlar barpo etish qilingan, ya'ni o'sha bitta 24-yilning o'zida 49 ming gektar samarasiz bog' tokzorlarimiz o'rniga yangi bog' tokzorlar barpo etildi. Bundan tashqari o'sha sabzavot, poliz, kartoshka mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha ham mana barcha toifada jami 847 ming gektarda o'sha sabzavot, poliz mahsulotlari ekilgan bo'lsa, o'sha bu asosiy maydon, qator oralari va takroriy maydonlarga to'g'ri keladi. Bizda bilasiz, qishloq xo'jaligida asosan 2-3 marta hosil yetishtiriladi. Mana shu hosil yetishtirilishi natijasida bugungi kunda mana shu xalqimizni, ya'ni o'sha 37,5 million xalqi bugungi kunda o'sha sabzavot, poliz mahsulotlari bilan to'liq qoplab, undan tashqari eksport ham yildan yilga oshib boryapti. To'g'ri, muammomiz bor. Ko'p boya aytganimdek, har bir mahsulotni biz aholini ta'minlay ololmayapmiz. Masalan, bitta ko'rsatkichni ko'radigan bo'lsak, mana bugungi kunda kartoshka yetishtirish bo'yicha mana 3,8 million tonna, 3,7 million tonna 24-yilda yetishtirgan bo'lsak, lekin bizni aholini ta'minlash uchun 4,2 million tonna kartoshka talab etiladi. Ya'ni bundan tashqari biz har yili 500-600 ming tonna urug'lik zaxira qilamiz. Mana buni hisobiga biz 24-yilda
aholini 500-600 ming tonna kam kartoshka yetishtirildi. Ya'ni buni chetdan mana tahlil qiladigan bo'lsak, 700 ming tonnaga yaqin iste'mol kartoshkasi chetdan import qilindi. Ya'ni 59 million dollarlik import qildik. To'g'ri, bu ham ko'p joyda biz ob-havo bilan bog'lanadi, lekin mana shu kartoshka mahsulotlarini biz ikki muddatda ekamiz. Ya'ni asosiy maydon yanvar oyidan boshlab to may oyigacha asosiy maydonda va iyun oyidan avgust oyigacha takroriy maydonda kartoshka yetishtiriladi. Lekin asosiy maydonda yetishtirilgan kartoshkani ham 6-7 oy yeymiz. Kechki o'sha takroriy maydonda yetishtirilgan kartoshkamizni ham 6 oy iste'mol qilamiz. Ya'ni bu o'sha kuzgi va qish davrlariga va erta bahorga to'g'ri keladi. Mana shu yerda asosiy muammomiz mana hozirgi paytda asosiy maydonda o'sha yetishtirilgan kartoshkamiz 2 million 800 ming tonnagacha ko'tarilyapti. Ya'ni bu yerda aholi tomorqasida katta rol o'ynaladi. Ya'ni 1,5 million tonnadan ortiqrog'i bu aholi tomorqasiga to'g'ri kelyapti. Kechkiga kelganimizda kechkida boyagi o'sha yetishtirish gektarlarimiz ham aholi tomorqasida pastga tushib ketyapti-da, buni hisobida bana 45 ming gektar masalan fermer xo'jaligida ekan bo'lsak, 15 ming gektar aholi tomorqasiga kelyapti. Umumiy hisobda 60 ming gektardan o'rta hisobda 1 million 200 dan 1 million 400 ming tonnagacha o'sha qishki va bahorgi kartoshka mahsulotlari yetishtirilyapti va asosan urug'ligini ham mana shu kuzgi kartoshkadan zamg'arilishini hammamiz yaxshi bilamiz. Mana shuni hisobida bugungi kunda o'sha kartoshkani yetishtirish o'sha kuzga borgandagi o'sha muammomiz asosiy o'sha kuz, qish, bahorda yetishtirilayotgan kartoshka. Shuni hisobga olib, bilasiz, biz shu kungacha kartoshka urug'ligini chetdan olib kiramiz. Ya'ni Gollandiya asosan bizni kartoshka urug'ligi bilan ta'minlaydigan bo'lsa, mana bugungi kunda mana hozirgi danli momentda biz 3,5 ming tonna Gollandiyadan urug'lik kartoshka olib kirdik. Bu bunday hisoblaydigan bo'lsak, umumiy urug'lik talabini 2-3% tashkil etadi. Bu 98% urug'likni o'zimizda yetishtiriladigan bo'lsa, 2-3% ni chetdan, ya'ni bu elita urug'larni olib kelamiz va uni har yili yangilab borib 5 gacha ekishga yaroqliligiga qarab ekib boramiz. Mana shuni hisobida bugungi kunda shu kartoshkada muammoga keldi. Ya'ni bu nima muammo? Bu bilasiz, o'sha geosiyosiy voqealar oqibatida oldinlari mana biz o'sha Gollandiyadan kartoshkani to'g'ridan to'g'ri port orqali, Ukraina orqali olib kirardik. Ya'ni bizga uzog'i bilan 150 dollardan 200 dollargacha har bir tonnasiga tushardi. Bugungi kunda o'sha furalarda to'g'ridan to'g'ri olib kelishga to'g'ri kelyapti. Bu har bir tonnasiga 450 dan 500 dollargacha to'g'ri kelib qolyapti. Ya'ni 3 karragacha oshib ketib qoldi. Bu bilan nima demoqchimiz? Bu bilan fermer xo'jalikka 1 kilo o'sha Gollandiyadan kirib kelayotgan urug' bugungi kunda 17 ming, 17,5 ming so'mga to'g'ri kelib qoldi. Bu endi bilasiz, endi bu 1 gektarga 3 tonna urug' ekiladigan bo'lsa, o'sha 1 gektarni urug'ini o'zi 50-52-54 million so'mga to'g'ri keldi. Bu juda katta risk bugungi kunda fermer xo'jaligida, chunki fermer xo'jaligi masalan o'sha 10 gektar, 20 gektar fermer ekadigan fermer xo'jaligi birdaniga shu qisqartirib 5 gektar yoki 2 gektargacha tushib qoldi. Ya'ni riski juda katta bo'lib ketib qoldi. Urug'i narxini oshib ketishi bu bevosita kartoshkaning tan narxiga ta'sir qiladi. Xuddi shu omillarning natijasida 1 kilogramm kartoshkani yetishtirishi tan narxini taxminiy hisob-kitobi bormi? Bor. Bugungi kunda mana shu tahliliy hisob bizda hozirgi kunda 3,5 ming so'mdan 3,800 so'mgacha tan narxiga to'g'ri kelyapti. Mana hozir eng bizni asosiy kulminatsiyasiga kelyapmiz. Zafar aka chiroyli qilib tushuntirib berdingiz. 3,5 ming, 3,800. Demak, kartoshkaning narxi bu 3,800 so'mdan tushib ketsa, dehqon zarar qiladi. 3,800 so'mdan bo'lsa, hozir masalan kartoshkaning vegetatsiya davri 5 oylik mehnati zoyi ketadi, hech qanaqa daromad ko'rmaydi.
ertagisida ham xuddi shunaqa holat, agar 3800 so'mdan kam bo'ladigan bo'lsa. Lekin bu bizni o'sha kartoshkaning narxi, endi bu baribir ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p muhokama bo'ladi. Kartoshkaning narxi agar 5000, 6000 ga chiqib ketsa yoki 10000 ga chiqib ketadigan bo'lsa, qanaqadir boshqa shov-shuvli bo'lib qoladi. Keyin birdaniga uni boshqa mexanizmlar orqali bu bozorni narxi tushirishga harakat qilinishi natijasida bizni bu yerda shuncha mehnat qilgan 5 oylab, 6 oylab yerni tayyorlagan 40 gradusdan oshiq bo'lgan ob-havo sharoitida mehnat qilgan dehqonlarimizni zarariga ishlashga to'g'ri kelib qoladi bu narsa. Aynan bu omillarni ham biz hisobga olishimiz kerak ekan. Mana buni chiroyli qilib mana hozir ko'rdik. Zafar aka, katta rahmat. Yana biz davom ettiramiz. Joyingizni egallashingiz mumkin. Endi hurmatli ishtirokchilar, hisobot, statistika, mana ma'lumotlar hammasini muhokama qilib bo'ldik. Endi muammolar to'g'risida gapirsak, endi biz muammolarga endi ko'proq baribir olimlar bu yo'nalishda xolis fikrlaydi. Olimlarimizni ko'proq bunga o'zini munosabatlari bor, qarashlari bor. Shuning uchun biz alohida spiker sifatida Rustam Abdumalik akani taklif qilganmiz. Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti agrokimyo va fiziologiya laboratoriyasi bo'lim boshlig'i Abdumalik aka, marhamat. Rustamov Abdumalik Sattorovich Toshkent qishloq xo'jaligi institutini tamomlagan. Mutaxassisligi olim agronom, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim. Hozirgi paytda sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti agrokimyo va fiziologiya laboratoriyasi bo'limi boshlig'i. Hozirgi aytilgan gap juda to'g'ri. Buni tagida zamirida o'ziga yarasha muammolar bor. Olimlar nega bu narsaga qarashmayapti, nega bu narsaga javob berishmayapti degan gapga to'g'ri keladigan bo'lsak, mana respublikamizda 4.3 million gektar yer qishloq xo'jaligiga oid yer bo'ladigan bo'lsa, shu yerlarni umumiy o'sha 44.9 million gektar yerdan faqat 4.3 million gektar. Bu ko'ryapsan, faqat bir 10% gina yerimiz nimaga ketyapti. Lekin hozirgi kunda o'sha ekologiyani, ob-havoni o'zgarishi natijasida bu yerlarda ham juda ko'p degradatsiyaga uchrayapti. Ya'ni 2 milliondan yaqin yerlarimiz o'sha shamol eroziyasiga, 800 ming gektar yerlar asosan suv eroziyasiga. Qolgan yerlarimiz faqat 2 millionga yaqin yerlarimiz o'zi shug'ullanish darajasi oshib boryapti. Bu degani aynan shu oziq-ovqat masalasi. Odamlarni oziq-ovqat mahsulot bilan ta'minlash masalasiga juda katta kuchli ta'sir ko'rsatadigan xususiyat va nimani mohiyatga ega bo'lib boryapti. Ko'rayotgan bo'lsak, 91-yildan to 22-yilgacha bo'layotgan davrda o'sha aholining o'sib borishi geometrik progressiya bo'yicha ketyapti. Biz yiliga oladigan bo'lsak 500 mingdan ko'proq aholiga ko'payib boryapmiz. Hozir juda to'g'ri aytdilar, agar 41 millionga yetadigan bo'lsak, hozirgi ishlab chiqayotgan mahsulotimiz to'g'ri aholimizni ta'minlashdan 2-3 barobar yuqori yetishtiryapmiz. Lekin agar biz aholimiz yana 2-3 barobar oshadigan bo'lsa, bundan ham yana ko'proq ishlab ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. Mahsulot yana ham ko'proq yetish kerak. Lekin mahsulot yetishtirish uchun yerimiz yetadimi yo yo'qmi? Yerimizda o'shanga bo'lgan kuchi yetadimi yo yo'qmi degan savollar paydo bo'ladi. Men shu holatdan kelib chiqmoqchiman. Shuning uchun bugungi kunni nimasi dolzarbligim uchun agar biz hozir o'sha qishloq xo'jaligiga oid bo'lgan yerlarimizni ekologik sharoitini, undagi mikroorganizmlarni saqlab qolmasak, uni tuproq unumdorligiga e'tibor bermaydigan bo'lsak, bu juda og'ir katastrofalarga olib kelishi mumkin. Chunki hozirgi kunda ham bizning qishloq xo'jaligiga oid bo'lgan yerlardagi chirindi miqdori 1% ga yetmaydi. Juda ko'p yerlarimiz och hisoblanadi. Oddiy dehqonchilikka qaraganda, gapirilganda och hisoblanadi. Chunki unumdorlik juda pasayib boryapti. Buning uchun nima qilishimiz kerak degan savol paydo bo'ladi. Buning uchun avvalambor o'sha ilmiy asoslangan ekinlarni ekishdagi almashlab ekish tizimini to'g'rilashimiz kerak. Sidratlarni ko'proq ekish kerak. Yerni o'sha chirindiga boyitadigan narsalarni ko'proq qo'yishimiz kerak. Biz juda ko'p davr mobaynida mineral o'g'itlarni o'sha juda ko'p ishlatdik. Ular juda ko'pi tuprog'imizda o'sha yig'ilib qoldi. U o'sha nima desam bo'ladi, tuprog'i o'sha mikroorganizmli nimasi buzilganligi sababli ular hozir zararga ishlayapti bizda. Shuning uchun olimlar tomonidan hozirgi kunda ko'proq gumifikatsiya qilingan, ya'ni chirindi miqdorini oshiradigan, yo bo'lmasa tuproqdagi o'sha yig'ilib qolgan mineral o'g'itlarni o'simlik o'zlashtiradigan darajagacha olib keladigan suyuq o'g'itlardan, organik o'g'itlardan foydalanish
nimasi vujudga kelyapti. Shu narsani agar amalga oshirmasak, shunga e'tibor bermasak, bizdagi hosildorlik qanaqa ekin ekishimizdan qat'iy nazar sekin-astalik bilan pasayib boradi. U qanchalik yangi navlarni yaratishimizdan, yangi texnologiyalarni ishlab chiqishimizdan qat'iy nazar, agar tuproq unumdorligiga, uni mikroflorasiga e'tibor bermaydigan bo'lsak, bu ham o'ziga xos ravishda salbiy natijalarga olib kelishi mumkin. Endi men seleksiya va urug'chilik sohasida qisqacha gapirmoqchiman. Mana Zafarjon akam juda to'g'ri gapirdi. Hozir qishloq xo'jaligida bizda asosan sabzavot ekinlari, meva sabzavot ekinlarini seleksiya va urug'chiligi bo'yicha asosan 5 ta 6 ta ilmiy tadqiqot institutlari ko'proq ish ko'rsatgan, faoliyat yuritadi. Bu ko'rib turganingizdek, asosan kadrlar masalasini hal qiladigan Toshkent davlat agrar universiteti bo'lsa, qolganlari asosan Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik instituti, sabzavot, poliz va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti, Samarqand ilgarigi qishloq xo'jaligi instituti bo'lardi, hozir veterinariya va boshqa anaqalardagi institut hamda o'simliklar genetik resurslari instituti asosan shu yo'nalishda ko'proq izlanish olib borishadi va tadqiqotlar qilishadi, yangi navlarni ko'proq shular yaratadi. Hozirgi kunda respublikamizda davlat reyestriga 1500 dan ortiq sabzavot poliz ekinlarini nimalari kiritilgan, navlari kiritilgan. Shulardan 992 tasi o'sha sabzavot ekinlari. Mana hozir ko'rib turganinglar ham nima uchun bu narsani aytyapman? Chunki buni aytishimdan sabab hosildorlikning oshishi 50% dan ortig'i asosan navga bog'liq bo'ladi. Agar nav yaxshi bo'lsa, yaxshi urug'chilik qilingan bo'lsa, sifati zo'r bo'lsa, urug'dan chiqqan, unib chiqqan nima mahsulot 50% garantiyalab beradi yuqori hosil olishi. Agar uni to'g'ri yetishtirsak, agrotexnologiyasiga, o'sha texnologiyasiga to'g'ri aniqsak. Lekin hozirgi kunda yaratilgan sortlarimizni, mahalliy sortlarimizni olib qaraydigan bo'lsak, asosiy qismi bundan 16 yildan boshlab to 40 yilgacha bo'lgan davr avval yaratilgan sort. Eski bo'lgan sortlar. Ularni yangilash kerak hammasi. Lekin bizda hozirgi kunda qishloq xo'jaligimizda mahalliy sortlardan tashqari umuman reyestrga kiritilmagan, chet eldan keltirilgan navlardan juda ko'p foydalanyapmiz. Buni ham plyusi bor, ham minusi bor. Chunki navlarni ko'p olib kiryapmiz, ko'pi tekshiruvdan o'tmagan. Yo'qsa uni sinovdan o'tmaganligi sababli bilib bilmasdan fermerlarimiz, dehqonlarimiz ekyapti-da, kuyib qolyapti. Chunki u hali bizni tuproqqa mos keladimi yo yo'qmi, bizni sharoitimizda yaxshi o'sadimi yo yo'qmi degan gap bor. Davlat nav sinash komissiyasini vazifalaridan bittasi ham shu bo'ladi, shu narsalarni 3 yil davomida sinab, o'sha navlarni ishlab chiqarishga tavsiya qilishdan iborat. Abdumalik aka, keling, bitta masalada bu urug'chilik masalasi bo'yicha meni ham savollarim bordi. Savol shundan iboratki, masalan, biz O'zbekistonga kirib kelayotgan urug'lar bor, ko'chatlar bor. Masalan, ko'chatlar ham kirib kelyapti, urug'lar ham kirib kelyapti. Lekin uni O'zbekistonda boyagi reyestrga kiritish uchun, uni sinash uchun bizdagi o'sha institutlarni, tegishli vakolatli idoralarni imkoniyat yetarlimi? Nima uchun bu qilinmayapti? Shundan kelaylik. Mana kirib kelyapti, mana agar bozorlarga borsangiz yoki ko'chalarda yuradigan bo'lsangiz, urug' do'kon deydi. Agar urug' do'konga kiradigan bo'lsangiz, u yerda hammasi chet eldan kelgan urug'lar. O'zbekistonning urug'lari men ko'rdim, ba'zi joylarda endi o'zimizdagi urug'lar ham bor. Endi u urug'larni tavsiya qilishmayapti-da. Nima uchun? Chunki buni hosili ko'p deb chet ellikini tavsiya qilyapti sotuvchilar. Bu sabab nimada shunga? Bizani urug'chiligimiz u chet ellikiga o'xshab hali yaxshi rivojlangan emasmi? Shuning uchun bizani urug'larimizga nisbatan talab kammi yoki bo'lmasa qanaqa bu omillari bor? Juda yaxshi savol berdingiz Baxtiyor aka. Bu sistemani, ya'ni tizim masalasiga keladigan bo'lsak, mana Sovet ittifoqi davridagi yashaydigan postsovetskiy время deymiz. O'sha davrga hisobga oladigan bo'lsak, har bir ekin turini o'zining urug'chilik tizimi bor. Mana respublikamiz mustaqillikka erishgandan burun o'tganimizdan keyin bu tizim yo'qoldi. Asosan paxta va g'alla tizimida bu narsa saqlanib qoldi. Chunki davlat nimasi bor edi bunga? Talabi bor edi. Shu narsani ko'proq yetishtirishimiz kerak edi. O'sha paytda bizga shu narsa zarur bo'lgani uchun bu sistema bor, saqlanib qoldi. Lekin meva sabzavotda bu narsa buzilib ketdi.
nima uchun bunga hech kim e'tibor bergani yo'qmi yoki yo'q, hech kim e'tibor berishda emas. O'sha paytda bu narsani tizimli tashkil qilish imkoniyati bo'lmay qoldi. Chunki sabzavotchilik bilan nima, mevachilik bu sohani bir qandaydir bir tizimga solish juda qiyin bo'lgan holatga kelib qoldi. Chunki mana paxta bilan g'alla, Abdumalika, bu mana qiyin bo'lib qoldi degan so'zni ishlatyapsiz. Paxta bilan g'allada bu qiyin emas edi. Nima uchun qiyin emas edi? Nima uchun qiyin emas edi degan savol. Men o'sha hozir sizga kelyapman, o'shaning uchun aytaman. Paxta bilan g'alla davlat nimasida turadi? Uni planli ravishda ekiladi. Necha gektar ekilishi, qancha mahsulot olinishi, hammasi hisob-kitob qilingan. Hammasi hisob-kitob qilingan. Kim ekishi, kim qayerda urug' tayyorlaydi, o'sha urug' qayerga yetib boradi, u urug'i kim ekib qanday mahsulot oladi degan narsa hammasi tizimda bor. Lekin meva bilan sabzavotda na uni ko'chatchiligi, na uni urug'chiligida tizim qolmadi. Chunki uni yetishtiruvchi ilmiy tadqiqot institutlari eng yuqori original va super elita urug'larni yetishtiradi. Bu urug'lar juda kichkina bo'ladi. Ilmiy tadqiqot institutlarimizda bunaqangi katta miqdorda butun fermerlarga yetishtirib berishga imkoniyati yo'q. Bu urug'ni urug'chilik markazi keyin tashkil qilingan markazdagi elit xozlar, ya'ni elita urug'larni yetishtiruvchi xo'jaliklarda ko'paytirilishi kerak edi. Afsuski o'sha davrda shu xo'jaliklar yo'q bo'lib qoldi. hozirchi. Hozir urug'chilik markazi bor, urug'chilik tizimi shakllanyapti, lekin kuchi yetmayapti ularning. Buni ham subyektiv, ham obyektiv sabablar bor. Kuchi yetmayotganligini omillariga to'xtaylik. Chunki omillarning yetmayotganligi, alohida elit xozlarga maxsus yerlar kam ajratildi. Kam ajratildi. Ham ularni o'sha urug'ni tayyorlaydigan, urug'ni qadoqlaydigan, urug'ni sofligiga e'tibor beradigan umumiy bazasi ham juda nochor. Mana shu narsalarni agar yo'lga qo'yilsa, tizim qilinsa, urug'chilik tizim qilinsa, chetdan kirib kelayotgan urug' miqdori ham kamayadi. Mana hozir nima juda to'g'ri aytdilar, 98% pashti urug' o'zimizdan chiqadi. Lekin 2%ni baribir olib kelishimiz kerak. Bu kartoshkadagi masala. Qolgan ikkilarda ham xuddi shunaqa xususiyat bor hozir. Lekin ularning urug'chiligi hali ham tizimimizdagi o'sha oqsoqlik sababli xalqqa oxirigacha biz sifatli urug' bilan ta'minlab bera olmayapmiz. Rahmat. Abdumalik, yana qo'shimchalaringiz bo'lsa, qisqa bildirsangiz bo'ladi. Men yana ozgina nimasini qilmoqchi edim. Seleksiya va urug'chilik sohasida to'xtatib o'tmoqchi edim. Yangi navlarni yaratish bo'yicha mahalliy navlar nima uchun oqsayapti degan nimaga kelmoqchiman. Mana misol uchun oddiy nimaga oladigan bo'lsak, bitta nav yaratish uchun 7 yildan 15 yilgacha vaqt ketadi. Bitta olim uchun. Olim shunaqa umrini o'tkazadi shunga. 7 yildan 15 yilgacha. Lekin hozirgi paytda shuni 2-3 barobar qisqartiradigan imkoniyatlar bor. Hozir respublikamizda ilmiy tadqiqot institutlarini juda ko'pchiligini qayta rekonstruksiya qilib, davlatimiz tomonidan yangi laboratoriyalar tashkil qilindi. Buning uchun rahmat. Davlatimiz shunga juda katta e'tibor beryapti. Lekin bu yerda ham o'ziga xos minuslar bor. Bizda hozirgi o'sha rivojlangan davlatlardagi eng yaxshi rivojlangan texnologiyasi asoslanadigan laboratoriyalar kelyapti, lekin kadr yo'q. Kadr yo'q, unda ishlaydigan kadr kerak, yoshlar kerak. O'sha kadrlar yetishmayapti hozirda. Bu kadrlarni ham tayyorlash kerak. Bu ham bitta muammo. Agar biz uni qilmasak, o'sha seleksiya sohasini 3 yil, 5 yilga qisqartira olmaymiz. Yana eski tizimda ishlaydigan bo'lsak, 7 yil vaqt ketadi. Yana 7-15 yil yana sudralib yuramiz. Bu degan gap, yana rivojlanishdan orqada qolib ketamiz. Rahmat Abdumalik aka fikrlar uchun. Endi sizni yana tahlillaringiz ko'p, fikrlaringiz ko'p, lekin vaqtimiz kam. Shuning uchun men to'xtatishga majburman. Qo'shimcha munosabat fikrlar bo'ladigan bo'lsa, savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Rizqul aka, sizda qo'shimchalaringiz bormi? Bir qisqa qo'shimcha bor edi. Bitta narsa, bu fermerlarda ham mana shunday gap borki, dehqonchilik tizimi o'zi doim urug'chilikdan boshlanadi. Yana xalqchil ularning iborasi bor. Ekishga urug'i o'zidan chiqmagan dehqon bu haqiqiy dehqon emas deb aytadi. Albatta buni butun shu dunyo bo'yicha ham rivojlangan kuchli katta davlatlarda ham umuman urug'chilik yo'nalishi, urug'chilik tizimi doim davlatning nazorati ostida bo'lishi kerak. Chunki bizda endi xususiy sektorga, fermerlarga berilgan, men Abdumalik akaning gapiga bitta misol qilib aytib ketishim mumkin. Ilmiy tekshirish institutida ishlagan paytimda shu Jizzaxda bu yerda ko'plar ba'zilar bilishi mumkin, Semruh fermer xo'jaligi bor. 2009-yilda, 10-yilda boshlab o'shani institut bilan ilmiy amaliy hamkorlikka aylantirib,
Mana oddiy aytyapman, oddiy tizimda dehqonchilik aktivitasi yuritardi. Ana shuni ishlab 10 yilning ichida o'zim shu ishlagan davrimizda ana shu urug'chilikcha ixtisoslashgan haqiqiy klaster fermer xo'jaligi bo'ldi hozir. Bu zamonaviy talab bu. Ana bu bir tarafi bo'lsa, endi boya men shu jihatdan kelib chiqib aytmoqchi edim, Zafar akaga ham agar javob berib ketsa, taklif bo'lsa yaxshi bo'lardi. Har yili qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha balans ishlab chiqiladi. To'g'rimi Zafar aka? Uni amalga oshirish mexanizmi bo'ladi. Nima uchun buni aytyapman? Men 2001-yilda aytaman, u paytlarda shunday edi. Ko'rganman, shu Amerika Qo'shma Shtatlarida ularda qishloq xo'jalik departamenti deb yuritiladi, bizda qishloq xo'jalik vazirligi. 20 mingta xodim ishlasa shtatlar bo'yicha 5 mingi faqat bozorda o'rganadi. Mana bu yerda taklifimiz, savolimiz shunaqa. Yana bir xususiyat shundaki, bugungi kunda hozir 3 tomonlama shartnoma, yerdagi ahvol, quyi qatlamda dehqonchilik yuritadigan har xil bir sohada. Ularning bitta nimasi shunga turtkilan sababi o'zlarining mana shu shartnomaviy munosabatlarini bajarilishda haq-huquqlarini talab qila olmasligi. Mana bugun zamonaviy talab. Buni anglashtirish kerak. Albatta kadr hal qiladi. Zamonaviy yangi texnologiyalarni kadr bo'lganligi bu nimacha men bu respublikadagi ilmiy tadqiqot institutlarini yaxshi bilaman. Shuning uchun olib qaragan buning bitta yechimi hammasi shu ilmiy asoslangan yechimi ham balans, bozorda o'rganish hamda nima desam endi buning bugungi kunda shu bozor bilan o'rganib mana shu urug'chilikni ham muammolar deb aytilyapti-ku. Har kim hozir olib kelyapti. Sabzavotdan, meva sabzavotdan urug'li, danakli sabzavotlar shunaqalar. Albatta buni qat'iy nazoratda bo'lish kerak. Karantin nimalari bor buni. Buni o'zidan o'zi bo'lmaydi. Mana shu omillar ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Rahmat. Birinchi savolim o'zi balans haqida edi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish balansi. Kadastr agentligini ham taklif qilganmiz, agar kadastr agentligi bormi vakillari? Qishloq xo'jaligi ekinlarini bu joylashtirishda buni monitoring qilish imkoniyati bormi? Masalan, u endi razmisheniya masalasi, u ma'lumotlar, statistika masalasi qishloq xo'jaligi vazirligida. Lekin buni amalda haqiqatan bu ekilmaganligini yoki bo'lmasa bu razmisheniya bilan haqiqatdagi holat to'g'ri kelish kelmasligi masalasini qanday buni tahlil qilsa bo'ladi? Buni tizimi bormi? Hozir mana platforma haqida Feruza aytdi, platforma qilinyapti. Endi qilinyapti. Shu paytgacha yo'q. Bu borada Corp Agro tizimi joriy qilingan, u ham bo'lsa qishloq xo'jaligi sohasida ularni nazorat qiladigan tizimi hozirgi kunda Uzdaver loyiha institut tomonidan har bitta qishloq xo'jaligi yerlaridagi ekilayotgan ekinlarni monitoringi Uzdaver loyihada institutda joylashgan, nima qilingan, joriy qilingan. Kadastr agentligiga keladigan bo'lsak, u masalada qishloq xo'jaligi yerdan foydalanuvchilarni bugungi kundagi qancha yerlar mavjud, qaysi yo'nalishda foydalanadi, sug'oriladigan yerlari, bog' tokzorlari, undan tashqari boshqa yerlari, bu borada bu hujjatlar ma'lumotlari kadastr agentligida shakllanadi. Buni monitoring qilish darajasiga keladigan bo'lsak, monitoring darajasi buni Uzdaver loyiha instituti bilan ko'proq so'rash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki bizda bu holatda monitoring bo'yicha bu boshqa tashkilot shug'ullanadi. Xuddi shunday. Lekin uni monitoring qilish imkoniyati bormi? Masalan, endi sizlarning respublikadan vakillar bizga so'raganimizda Respublika aerogeodeziya nimasi bor, bizda markazi mavjud. Bu bo'yicha ular lekin bu holatda faqat Vazirlar Mahkamasining 299-sonli qaroriga asosan umumiy xatlov ishlarini amalga oshiradi. Monitoring masalasiga kelganda endi sohada bu yo'nalishda qishloq xo'jalik mahsulotlarini ekishda, hisob kitobini yuritishda u monitoring bizda shakllanmagan. Baxtiyor aka, bunga men bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Bu aytganlaridek qishloq xo'jaligi vazirligida haqiqatan Corp Agro tizimi tashkil etilgan, ya'ni bu yerda 100% paxta g'alla bugungi kunda Corp Agro tizimiga joylashtirilgan. Ya'ni nimaga bunday bo'lgan deydigan bo'lsak, buni 100% joylashtirilishini asosiy sababi ham u o'sha Corp Agro anaqasidan moliyalashtiriladi. Ya'ni bu o'sha bank bilan, soliq bilan integratsiyalangan. Bu o'sha Corp Agroga agarda o'sha fermer xo'jaligini anaqasi tushmaydigan bo'lsa, u imtiyozli kredit ola olmaydi. Shuni hisobida bugungi kunda o'sha paxta g'alla ekin maydonlari 100% o'sha Corp Agroga joylashtirilgan. Undan tashqari bog' tokzorlarimiz ham bugungi kunda 100% o'sha Corp Agroda ko'rinadi.
Endi ko'proq masala meva sabzavotga taqalyapti. Meva sabzavotga taqalgandan keyin umumiy oziq-ovqat xavfsizligi, umumiy bozorga kirib keladigan qishloq xo'jaligi mahsuloti bo'lganda, demak 60% tomorqada bo'lgandan keyin, qolgani dehqon xo'jaligida, fermer xo'jaligida bo'lgandan keyin buni ma'lumotlarni yig'ishi, qamrab olishda muammolar borda. O'sha muammolar bo'lganligi uchun hozir bizni balansi qilishimiz qanchalik to'g'ri yoki qilingan balans qanchalik darajada ishlaydi, ishlamaydi, bu narsaga bizda shubha paydo bo'lishi mumkin-da. Agar chuqur tahlil qilinadigan bo'lsa, shu muammo bo'lishi mumkin. Shu bo'yicha kimda yana savollar bor, kimda fikrlar bor? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar. Meni bir savolim shundan iboratki, mana shu 4 ta spikerimizga ham alohida savol bermoqchiman. Birinchisi mana shu vazirligimizdagi vakil Zafar Boltayevichga. Men bu yerda bir raqamni ko'rdim. 2024-yil 3.7 million tonna, 2025-yil 3.9 million. Bor yo'g'i 200 ming tonna kartoshka bilan qanchalik kafolatlanadi? Yana bu bahordagi o'sha narxni oshmasligiga, kartoshka mahsulotini yetishmay qolmasligiga bir qanchalik kafolat beriladi? Bu birinchi savol. Moliya vaziridan Feruza Mamasidiqovnaga savolim shundan iboratki, sizlar tomonidan bir narx-navoni pasaytirish, dehqonlarga bir imtiyozli bir monitoring bormi? Masalan, yeri oshgan yo'q, suv muammo, lekin salarga oshib ketyapti, o'g'it oshib ketyapti. Bu bo'yicha sizlar tomonidan qanday bir amaliy yordam bo'ldi? Shu haqda ma'lumot berishingizni so'rayman. Uchinchisi, mana Qonunchilik palatasidan Rusqul aka ustozimizga beramiz. Boshqa davlatlarga ko'radigan bo'lsak, Gollandiyada 15% fermer butun Gollandiyani epli qiladi, ehtiyojini qondiradi, urug' bilan ham, mahsulot bilan ham. Sizlar tomonidan shu xalqimizga, fermerlarimizga biron bir taklif bormi? Mana shuncha maydonga shuni ekasan, shunda shuncha hosil olasan. 1 so'm bo'lsa ham ekansan, 10 so'm bo'lsa ham ekansan. Shunda bir yil narx oshib, bir yil narx tushib ketishiga bir yechim bo'larmi? Shunda sizda qanday taklif bor yoki yechim bor? Shunga savol berishni so'rardim. Va oxirgi savolim Abdumalik akaga, mana hozir 2023-yilda 1500 ga yaqin mana GSI vakillari o'tirdi, rayonlashtiribsiz. Nega xalqimiz 80% ga yaqin hali ham chetdan kelgan nav va duragaylar ekyapti? Bunga nima sabab? Bilasiz, mahalliy nav 1-2 dollar bo'lsa, u chetdan kelgan duragaylar 3-5 dollar turadi. Majbur bo'lyapti xalqimiz ekishga-da, ayniqsa meva sabzavot bo'yicha. Shunga bir qanday bir yechimlar bor? Shuni bir so'rab qolardim. Rahmat. To'g'ri aytasiz. Men 24-yilda 3 million 700 ming yetishtirgan bo'lsak, 25-yilga 3 million 900 ming tonna yetishtiramiz degan prognoz qilyapmiz. Chunki ahamiyat bergan bo'lsangiz, 24 ga nisbatan 12 ming gektarga ortiqcha bu yil kartoshka ekamiz. Bu qayerdan kelib chiqqan? Bu boyaga aytilgan, jamg'arilgan urug'dan kelib chiqadi. Hamma ekishsi bu jamg'arilgan urug'dan. Undan tashqari boya aytib o'tdim, chetdan kirib kelayotgan urug'ning narxini. Shuni hisobiga har yil biz 5 ming tonnadan 10 ming tonnagacha urug' chetdan xarid qilar edik. Bu yil mana boya aytib o'tdim, 3,5 ming tonna hozirgi kunda urug' chetdan oldik. 3,5 ming tonna. Ya'ni bu bilasiz, ya'ni 3,5 ming tonna 1000 gektar ga yetadigan urug'lik. Shuni hisobda biz u kelib chiqishining asosiy sababi bu urug'dan kelib chiqadi. Uni hozir biz buni 5 millionga yetkazamiz deydigan bo'lsak, bu yolg'on sifra bo'ladi, chunki u urug'ning o'zi yo'q. Shuni hisobiga mana 200 ming tonnagacha oshishi ehtimoli bor bu yil. Rahmat Zafar aka. Feruza opa. Savolingiz uchun oldindan avvalambor rahmat. Boya aytib o'tganimdek, oziq-ovqat xavfsizligi dasturi 36-sonli farmonga asosan xalqaro moliya institutlarini mablag'lari aynan mana shu sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan, shu ekishdan boshlab mahsulot yetishtirish va sotishgacha bo'lgan infrastrukturani qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan mablag' bor. 36-sonli prezidentimiz farmonlarida. Ikkinchidan, yaqinda qabul qilingan 18-sonli farmonga asosan yerlarni auksion orqali sotish bo'yicha ham bor. Bugungacha men hozir aytib beraman, qancha yer sotilganligi bo'yicha ma'lumotim ham bor bugungacha. 3 gektardan 50 gektargacha auksion orqali sotish imkoniyati belgilangan. Mana shu yangi tizim belgilandi. 5216 gektar 372 ta lotda qo'yilgan edi. Bugungacha 5084 gektar yer sotildi. 356 ta lotda va mana shu yerlarda
insonlar o'zini ehtiyojidan kelib chiqib, ularga razmisheniyada hech kim majbur qilmagan holda o'zlari yuqori samarali bo'lgan ekinlarni ekib sotish imkoniyatiga ega. Undan tashqari yana aholiga o'sha temir daftarga kirgan, yoshlar daftariga kirgan, umuman ekish ehtiyoji bor, ekish istagi bor bo'lgan odamlarga 10 sotikdan 30 sotikgacha bo'lgan yer maydonlari ajratib berildi. Bu yilning o'zida mana shu 2024-yilning o'zida 252 ming gektar aholiga ijaraga berildi. Ana shu yerlardan bizda mana statistika bor. Yetishtirilgan yuqori samarali mahsulotlarni yetishtirish hisobiga, masalan, piyozda 1 gektaridan 164 million so'mdan, ko'katda 63 million so'mdan, bodringda 110 million so'mdan va polizda 60-80 million so'mdan daromad qilgan aholi tomorqa vakillari bor. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Umumiy ekin maydoni, sug'oriladigan ekin maydoni 4 million 200 ming gektar edi. Yillar davomida bu qisqarib 3 million 600 ming gektarga razmisheniya qilardik, to'g'rimi? Hozir bu raqam yana oshdi va ofitsialni 470 ming gektar aholi tomorqasi va dehqon xo'jaliklari degan statistika yurardi. Lekin uni ekilishi ham 380-390 ming gektarga tushib qolgandi. Bugun mana shu berilgan o'sha 5-6 yil davomida yoshlar daftari deyapmiz, ayollar daftari, o'sha yoshlarga berilgan yer maydoni hisobiga bugun 5 million 500 dona dehqon xo'jaligi va tomorqalari va ularning ekin maydonlari o'sha 508 ming gektarga yetdi. O'sha ofitsialni 470 ming gektar degan statistikadan oshib, amaldagi foydalanilayotgan 380-370 ming gektardan ham oshib, bugun 508 ming gektarga yetdi. Bu bo'yicha doimiy mana hozir monitoring belgilangan dehqon va fermer xo'jaliklari kengashida bu ma'lumotlar bor. Ular buni ekilishi bo'yicha har bir xonadon kesimida kunlik monitoring olib borishyapti mana shu yerlarga ekilgan hosil bo'yicha. Rahmat. Rizqul aka, qisqacha qo'shimchalar bo'lsin. Rahmat savol uchun domla. Baya men kirish so'zimda endi vaqtda iqtisod qo'shini aytmadim. Sizlarga aytib 41 milliondan oshiq kutilyapti 30-yilga borib, hozirgi kunda 80-85% suv tashqaridan kelib keladi deb aytdim. Mana endi ichki imkoniyatini aytaman. Hozirgi 2005-yilgacha umuman qishloq xo'jaligi kiradigan suv 64-65 milliard kub suv kirib kelgan bo'lsa 2005-yilgacha. Mana hozir so'nggi yillarda mana kuni kechaga bo'lgan gap 51-52 milliard respublikamizda suv yig'ilyapti. 2005-yildan million yog'iga. Ana endi mana shu 51 milliard kub suvning ham dalaga kirishi 38 milliard. Shuni bilingizlar bu onda. Ana endi qonunchilik nuqtai nazaridan biz ijro organi emasmiz, uni ijro organi tahlil qiladi, statistika qo'mitasi bor, planlashtirish idorasi deyiladi avval, rejalashtirish. Faqat biz qonunchilik nuqtai nazaridan mana shularni ijrosi ta'minlashda parlament nazorati o'rnatiladi biz tomonimizdan. Bitta oddiy misol qilib aytayapman, chunki buni efirga ketadi, kuzatadi joyda xalqlar. Respublikada 6 ta viloyatda 15 ta tuman bor. Lalimi hududlarda joylashgan. Bu bevosita yomg'ir bilan bog'liq. Hozir iqlim bilan bunday dedi, o'zi qishloq xo'jaligi yili har yili 1-oktyabrdan boshlanadi. Iqlimi uni. Hisob-kitobi yomg'ir, bu yil qancha tushdi, o'tgan yil qancha chiqqan, o'rtacha ko'p yillik. Shundan hisob-kitob aytadigan bo'lsak, respublikada lalimkor hudud 15 ta tumanda 750 ming gektar dehqonchiliklarda yer bor. Shundan hozirgi kunda 8 million pash, bugungi kunda 9 millionga yetib qoldi aholi soni. Buning qancha chorvasi bor. Mana shunaqa yangi bo'ladiganlarda bevosita jamoatchilik nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, yana xalqchil tilda bevosita shun joylarda ijrosini ta'minlashda qonunchilikda parlament nazorati o'rnatiladi faqat. Rahmat. Rahmat. Tak, siz savolingizga shunaqa javob bor. Hozir 1500 ta degan sortim reyestrga kiritilgan sortlar bu 87 ta ekin turi bo'yicha ketyapti. Shundan 50 ga yaqini sabzavot, qolgan qismi meva ekinlari bo'yicha. Bu kiritilgan, yaratilgan emas. Ikkinchi masala, yangi navlar yaratilyapti. Yaratilmay qolayotgani yo'q. Har yili davlat reyestriga yangi navlar bizning institut tomonidan ham berib borilyapti, boshqa institutlar tomonidan ham berib borilyapti. Nav yaratish ish to'xtagan emas. Bu rivojlantiryapmiz, naborat. Hozir duragay urug'larni ishlab chiqarish nimasi ham, seleksiya ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Hozir institutda bu to'g'rida ham juda katta amaliy ishlar olib borilyapti. To'xtamaydi bu protsess. Rahmat. Yana savollar bormi zaldan? Marhamat. Ruxsat bersangiz, bitta savolim, bitta taklifim va o'zimning fikr mulohazalarim bor edi. Marhamat. Endi aynan mana shu Ko'dala tumanidanmi va 15-20 yildan beri dehqonchilik qilib aynan tarvuz ekish bilan shug'ullanib kelamiz, to'g'risini aytsam. Endi savolim
Quyidagicha qishlog'imizga o'sha X texnologiyasi kirib bordi. O'sha siz aytayotgancha tomchilatib sug'orishda biz uni X'da o'rgandik, uni texnologiyasini bildik. 5-6 yildan beri ekamiz va biz o'sha aynan bitta urug'da yerga qadagandan boshlab bitta muammo borda. Kimga sotamiz va qanday sotamiz degan savol. Mana shu ob-havodan tashqari, mana bu ko'p ekishdan, mana bu urug'dan tashqari aynan sotish bo'yicha qanday mana shu poliz mahsulotlarimiz emas, umuman olganda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish bo'yicha qanday amaliy ishlar qilinyapti va bitta taklifim uzr, mana shunday davrada savdo sanoat palatasidan biron bir vakil bo'lsa-da, mana shu sotish bo'yicha qanday MDH davlatlarida qancha poliz mahsulotlarimiz, qancha tarvuzimiz qaysi davlatga sotilyapti, Yevropaga qaysi mamlakatlarga sotilyapti, shular haqida ham bir ma'lumot berilsa o'rinli bo'lardi. Bundan bir 5 yil oldin bir Fransiyaga sotuvdim. Qanday kelib qolgan bilmayman. Endi hozir shularni topish va aytaylik Ukraina, Rossiya, MDH davlatlari, Qozog'iston, Qirg'iziston qaysi viloyatlarga bizni tarvuzimiz yetib boryapti va qaysi viloyatlarga yetib bormayapti. Bu sotish borasida, sotish tizimi bo'yicha karantin agentligidan agar sizlarda fikr bo'ladigan bo'lsa, Husniddin marhamat. Endi siz markaziy eksport shtabini rahbarisiz, o'shaning uchun men sizga bu savolni yo'naltiryapmanki, aynan bu bugungi kunda meva sabzavot, endi hozir bitta tarvuz misolida aytdilar, u meva sabzavot mahsulotlarining eksporti borasida qanaqangi natijada? Meva sabzavot mahsulotlarining eksporti bo'yicha endi statistikani aytib bunaqa vaqtlar olmayman. O'tgan yili 1,5 milliard AQSh dollarida meva sabzavot mahsulotlarini eksport qilgan bo'lsak, 76 ta davlatga eksport qilganmiz. O'tgan yilning o'zida 15 ta davlatga qo'shimcha yangi eksport geografiyamiz kengaytirilgan. 883 ming AQSh dollarida ko'proq eksport qilganmiz yangi davlatlarning hisobiga. Xo'p, endi mana akamizning to'g'ridan-to'g'ri savollariga kafolatli xaridda bu mana shu meva sabzavotlarimizda asosan yetishtirilganda kafolatli xaridi muammomiz bor edi. Mana hozir yaqinda muhtaram prezidentimizning 136-sonli qarorlari imzolandi 8-aprel kuni. Bu yerda boya mana yuqorida ham masala ko'tarildi. Aynan o'sha meva sabzavot mahsulotlarimiz aksariyat 60% tomorqa, aholi tomorqalarida yetishtiriladi. Ya'ni bitta muammo borki, mana asosiy bizani eksport geografiyamizni qaraydigan bo'lsak, bu Rossiyadan boshlanadi. Orada Pokiston bilan Xitoyda inobatga olmaydigan bo'lsa, MDH davlatlarga to'g'ri keladi. Xitoyga nimaga? Mana misol uchun Xitoyda ham asosiy uni ham ichiga kiradigan bo'lsa 26 turli mahsulotga bozor ochganmiz. Mana shunaqa narsa bor. Eksportda spesifik xususiyatlarga, talablarga ega bo'lgan davlatlar bor. Mana MDH davlatlari bu o'zimizga xos, o'zimizga mos, o'sha bizga yaqinroq bo'lganligi uchun talablar ham meva sabzavotlarga unaqa nima qilmaydi, talab qo'ymaydi. Shu uchun mana bu Xitoy, yangi bozorlarda talab bor meva sabzavotga. Husniddin aka, keling, shuni bir masalani boshqacharoq nima qilaylik, mana tizimlashtiraylik-da bu savollardan kelib chiqqan holatda. Dehqon. Meva sabzavot, poliz mahsulotini yetishtiryapti. Uni kim olib borib sotadi, kim oladi? Siz kimlar olishi va ularning talablari haqida gapiryapsiz. O'rtadagi qatlam haqida urg'u bersangiz, chunki bu bilan o'zi to'g'ridan-to'g'ri shug'ullangansizda. Shuning uchun hozir savolga manzilli javob bo'lishi uchun agar shunaqa yondashsa yaxshi bo'ladi. Mana agroko'makchi platformasi bor. O'sha yerda hozir biz kafolatli xarid yo'lga qo'ydik. Eksport zanjiridagi barcha ishtirokchilarni ro'yxatga olib, agroko'makchida o'sha eksportchilar ro'yxati ham bor va o'sha yetishtiruvchilar ro'yxatini shakllantiryapmiz. Bularga har bittasi mana o'sha topshiriq ham ketgan. Yetishtiruvchilarga eksportchilar biriktirib chiqish va ular bilan manzilli ishlaymiz, eksportchi bilan ishlaymiz. Ya'ni qayerda kim mahsulot kim qayerga sotadi va yetishtiruvchilarni biriktiryapmiz. Va bundan tashqari esa ijtimoiy tarmoqlarda eksportchilarimiz to'g'ridan-to'g'ri yetishtiruvchilarning dalalarga borib, karantin inspektorlari bor, video roliklar qilib turib, mana shu yerda 20 kunda pishib yetiriladigan mahsulotlar, ularni ro'yxatini shakllantirib eksportchilarga yetkazib beryapmiz. Va undan tashqari esa agar dehqonlarimiz mana o'zim ham to'g'ridan-to'g'ri sotdim do'st dalamda. O'sha agroko'makchiga kirsangiz, importchilar ro'yxati bor. O'sha importchilar ro'yxatida 150 dan ziyod davlatlarda 2000 dan ziyod importchi korxonalarda kontakt nomerlar, aloqa nomerlar, ular talablari, nima mahsulot oladi, yiliga qancha mahsulot oladi, hammasi kiritib qo'ygan. Bemalol o'zingizni o'sha tijorat takliflaringizni yuborsangiz ham bo'ladi. Hozir Husniddin aka, mana bu platforma, agroko'makchi platformasi
hamma ham foydalana olmaydi endi. Masalan, ayniqsa dehqonlarimiz, dehqonchilik qiladigan bizlarning dehqonlarimiz uchun eng muhim narsa urug'i qachon ekadi, hosilni qachon yig'ishtiradi. Sotish masalasida uni chuqur o'rganish bilan bog'liq bo'lgan u dehqonchilik ishi qolib ketishi nuqtai nazardanmi yoki qanaqadir u murakkabligi nuqtai nazaridan bu yerda muammolar borda. Hozir bu yerda taklif qilinayotgan masala shundan iboratki, bu sotish tizimini takomillashtirish bo'yicha. Bu o'sha dehqonga sotish uchun yordam beradigan qatlam qilish kerak emasmikan yoki bo'lmasa bu bor, o'sha o'rtakashlar deymiz, boshqalar deymiz. Bularni ham qanaqadir bir takomillashtirish masalasini ko'rish kerak emasmikan? Albatta ko'rish kerak. Mana shu o'rtakashlar deysiz, biza o'sha Farg'onada yoki boshqa hududlarda bilan brokerlar deydi, yuk yig'ib beruvchilar, ya'ni eksportchi aholi tomorqasidan chiqqan mahsulot, kichik hajmli mahsulotni bir qisqa vaqt ichida yig'ib bera olmaydi. Chunki importyor bilan kelishgan bo'ladi, qisqa muddatda yetkazib berish kerak. O'sha uchun o'sha brokerlarning xizmatidan foydalanadi. Biz hozir o'sha brokerlarni birlashtirib qishloq xo'jalik kooperativlariga umumlashtirilyapti va qishloq xo'jalik kooperativlari bu har bitta qishloq xo'jalik kooperativ o'sha hududidagi yetishtiruvchilarni biriktirib chiqariladi va bu eksportchi, ya'ni eksport zanjirida eksportchi, qishloq xo'jalik kooperativ va yetishtiruvchi. Shundagina biza o'sha yana bitta narsaga o'sha talabga kelib chiqamiz. Yangi bozor ochishda asosan o'sha eksport zanjiridagi barcha jarayonni ko'rsatib bera olishimiz kerak. Bizda hali mana eksportchilar pul tushiradi, naqd pulga xarid qilib oladi. Mana bu masalalar borda, bunaqa har bittasini ichiga kirsa, vaqt qisqa vaqtda uni ichiga kirib chiqish kerak. Muammolar bor, muammolar bo'yicha yechimlar qilinyapti. Ishonchli xarid, kafolatli xarid. Dehqonlarimiz mana hududiy eksport shtablar bor. Undan tashqari esa markaziy eksport shtabi bor. Agroko'makchi o'sha mobil ilovalarda bemalol foydalansa bo'ladi va eksportchilarimizni o'sha hududdagi, mana misol uchun aytaylik, Farg'ona viloyatida 300 dan ziyod eksportchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda birinchi navbatda o'zini yetishtirgan hududlardan mahsulot olishini biz hozir o'sha ta'minlash yo'liga qo'ymoqchimiz. Rahmat Husn aka. Boya men bekorga gapirmadim agroplatformani va bunga prezidentning farmoni bilan 20 million dollar pul ajratildi demadim. Men faqat ob-havoni kuzatadigan yoki tuproq unumdorligini kuzatadigan dastur demadim. Men dedimki, bugungi kunda bizda dehqon zarar ko'rmasligi uchun u 1 yil oldin bilsin. Nima eksam, masalan, o'sha chet davlatda nimaga spros bor, nima eksam foyda ko'raman, nima eksam zarar ko'rmayman degan oldindan aytib beradigan tizim dedim. Bu tizim juda ham katta integratsiya bo'ladigan tizim va unga menimcha buni to'la to'kis agar kimgadir qiziq bo'lsa Zafar aka ko'proq tushuntirsalar kerak, chunki buni Qishloq xo'jaligi vazirligi amalga oshiryapti. Bu yerda siz yetishtirilishingizdan, mana masalan bu yil qaysi mahsulotga talab bor, qaysi mahsulotni yetishtirsam zarar ko'rmayman, qaysi mahsulotga aniq sotib oluvchi bor degan kafolatlangan xaridni ham kerak bo'lsa ko'rsatib beradigan katta tizim bo'lyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozir bularga bergan savolingizga men boya aytib o'tib ketdim. 57-sonli prezidentimizning farmonlari bilan Agrostar Holding kompaniyasi tashkil qilindi va o'sha Agrostar Holding kompaniyasi har qanday shakldagi ishlab chiqaruvchini mahsulotini sotib berishni vakolatiga ega va unga mana shu vazifalar belgilandi. 16 ta hududda uni filiallari, uni hududiy tashkilotlari tashkil qilindi. Mana hozir Ko'kdala misolida oladigan bo'lsak, Mirzacho'l tumanida Mirzacho'l Agrostar tashkil qilinar ekan va uni qamrab olish hududi Mirzacho'l, Ko'kdala, Sardoba, Yangibozor va Gurlan tumanida va ularni ixtisoslashuvi ham belgilandi va aynan Mirzacho'l Agrostarni ixtisoslashuvi tarvuz qovunni sotib olib, uni qanchadir qismini ichki bozorga va qanchadir qismini tashqi bozorga, eksportga sotish bo'yniga oladi. U qaysi shaklda bo'yniga oladi? Uni integratsiyasi nimadan iborat? Ishlab chiqaruvchini kerakli moddiy texnika resursi bilan ta'minlash uchun unga davlat byudjeti tomonidan pul berilgan. Undan tashqari mahsulotni sotib olish, yana o'sha tizimga saqlash tashkilotlarini, sovutgich tig'imlari, tizimlari, agrologistika markazlarini birlashtirib va undan ham tashqari bugungi kundagi mavjud, mana bularning xabari bor, eksportyorlarni ham bu tizimga integratsiya qilish va eksportyorlarni eksport qilishda qaysidir davlatga, mana aytilyapti Fransiyaga deyildi, mana Koreyadan qanchadir oldin qovunimiz qaytib kelganini bilamiz, to'g'rimi? Ana o'sha davlatlarga eksport qilishda, sertifikatsiya tizimida, karantin tizimida, fitosanitariya tizimida qanday muammosi bor ekanligini aniqlagan holda eksportyorlarni eksport qilishdagi muammolarni ham kerakli urovda hal qilishga qaratilgan.
Endi agro platforma masalasida tushunarli o'sha agrostar korxonalari, demak bu yangi tizim yaratildi, haqiqatdan farmon bilan bu masala yaratildi. Marhamat. Moliya va iqtisodiyot vazirligidan kelgan mutaxassis endi platforma bor, qilinyapti, u hop qilinayotgan bo'lsa, uni qonuniy uni bilamiz. Agar dehqon yoki fermer xo'jaligi mahsulotini yetishtirsa, agar bozor zo'r bo'lsa, uni eksportyorga yoki bo'lmasa siz aytayotgan platforma deganga berish shart emas, sotaveradi. Aslida olganda buni shunaqangi platforma mana qishloq xo'jaligi vazirligiga ham bitta taklif bo'ladi. Bu platformani shundoq ishlab chiqish kerakki, sodda tilda. Mana hozir bitta kartoshka urug'ingiz 1,5 yoki bo'lmasam $2,5 bo'ladigan bo'lsa, bu o'zimizning pulga 30 mingga qarab ketyapti. 1 kilo urug'i narxi chetdan olib kelinadigan. O'zimizda 5 ming, 6 ming so'mdan ham undan ham sara urug' bor aslida olganda. Mana biz amaliyotda hududlarga chiqqanimizda ham ko'ramiz, fermerlar ham olgan urug'imni yarmi o'zi chirib ketgan deydi. Uni kim kafolat beradi uni? Shuning uchun to'g'ri yondashish kerakki, ertaga olib kelingan urug'i kafolati, ertaga yetishtirilgan mahsulotni kooperatsiya olishchi shartnomasini mahsulot ekishda o'zi shartnomani qilish kerak. O'zi bozor kerak bo'lganda pishgan mahalda uni marhamat mana platforma orqali aqqa kirasiz, u dehqon qaydan biladi uni eksportyor korxona bilan qanaqangi munosabatda bo'ladi. Shuning uchun shu masalaga ham Moliya iqtisodiyot vazirligi, qishloq xo'jaligi vazirligi shu bilan alohida yondashish kerakki, shunda dehqon ham, fermer ham yetishtirgan mahsulotini zarar ko'rmaydi. Rahmat. Kafolatli xarid masalasida bu juda ham muhim masala deb o'ylayman. Men o'zim ham shuni muhim deb o'ylayman, chunki dehqon agar o'zini xaridori aniq bo'lsa, chunki birinchi boshlaganlarida bizda bitta muammo, biz kimga sotamiz, qanday sotamiz degan masalada. Eng katta muammosi shuda. Endi bu muammoni agar hal qilish, kafolatli xarid masalasi bo'ladigan bo'lsa, shu juda ham bir masala yechimini topardi. Endi keyingi bir masalamiz borki, mahsulotlarning sifati bilan bog'liq. Endi to'g'ridan to'g'ri dehqonlarning ilmiga borib taqalamiz endi. Endi bu borada fikrlar qanaqa Husn aka? Bu borada mana boya aytib o'tgan prezidentimizning qarorlarida o'sha edukarantin.uz platformasida o'sha eksport zanjirida barcha ishtirokchilar, yetishtiruvchilar, tomorqa yer egalari bo'lsin, fermer va dehqon bo'lsin, o'sha kooperativlar, ya'ni yuk yig'uvchi, yuk tayyorlovchi, qadoqlash korxonalari, eksportchi korxonalar bo'yicha o'sha darsliklar tayyorlangan. O'sha bemalol har bittasi jismoniy shaxslar bo'ladimi, yuridik shaxslar bo'ladimi, kirib 72 soat onlayn darslardan o'qisa bo'ladi. Bu yerda biz o'sha o'zini mutaxassislar, professorlarni, xorijiy ekspertlarini jalb qilganmiz. Hozir bizning mahsulotlarimiz eksport qilinyapti. Eksport qilinayotgan paytda bizning mahsulotlarimizga xorijiy xaridorlarning talablarini bajara olmaydigan mahsulotlarimiz hajmi qanaqa yoki hamma mahsulotlarimiz birdaniga bozorga olib chiqsak sotilyaptimi yoki shuning uchun bu sifat bilan bog'liq bo'lgan masalada nima muammo bor? Bu dehqonning muammosimi, fermerning muammosimi? U bilmayotganligi uchun shunaqa mahsulot yetishtira olmayaptimi yoki bu boshqa sabab bormi? Aksariyat jarayonlarda mana hozir Yaponiyani misol keltirdilar. O'sha har bitta davlatlar o'sha bozorlarni ochib berganda ma'lum bir mahsulotga ma'lum bir talablarni qo'yadi. Buni tarkibidagi o'sha aytaylik pestitsidlarni maksimal qoldiqlari bo'yicha talab qo'yadi. Yoki aytaylik o'sha har bitta kerak bo'lsa markirovka qadog'igacha talab qo'yadi yoki fitosanitar talablarni qo'yadi. Bu bo'yicha hozir to'g'ri aytasiz, o'sha mahsulot yetishtiruvchilarimiz bundagi o'sha xorijiy davlatlarning talabiga ko'ra mahsulot yetishtirish bo'yicha ma'lumotlari kamroq. Mana misol uchun asosiy an'anaviy bozorlarimizda masala yo'q. Ularda agar o'sha zarar kunandalar o'tib ketib qolmasa, boshqa bo'lmasa, unda masala yo'q. Lekin aynan mahsulotni o'sha yetishtirishdagi unga agro tadbirlar o'z vaqtida berish, dorilarni qachon berish, misol uchun pishib yetilmasdan oldin 20 kundan oldin pestitsidlarni bermaslik to'g'risida ma'lumotlar yo'q edi. Mahsulot tezroq pishib, tezroq bozorga olib chiqsam turib, boshqa bir kimyoviy element o'sha dori-darmonlarni beradi. Shuni evaziga o'sha qimmatroq sotilish imkoniyati bo'lgan bozorlarda mahsulotlarning qaytib kelish ehtimollari yuqori bo'lib qoladi. Shuni oldini olish uchun men aytmoqmanki, boya xorijiy ekspertlarning o'sha grantlar evaziga xorijiy ekspertlarni jalb qilib, o'sha yetishtiruvchilarning o'ziga ham alohida meva sabzavotlarni yetishtirish darsliklarni tayyorlaganmiz. Bemalol ularda o'qisa, ular bepul
Rahmat. Yani Rahmat. dehqonlarimiz uchun. Endi savolni men Akbar Mirjamol akaga bermoqchiman. Marhamat, joyingizga erishingiz mumkin. Mana 38 million aholi hozir bizni o'sha 4 million 300 ming gektar yerda yetishtirilayotgan mahsulotni iste'mol qilyapti-da. Gilos bo'ladimi, o'rik bo'ladimi, pomidormi, bodringmi, hammasini iste'mol qilyapti. Lekin u iste'mol talabiga javob beradimi, yo'qmi? Bu xorijga sotishdan avval o'zimizni aholimizni bu yo'nalishda zararlanishini oldini olish uchun nima qilishimiz kerak va bundagi muammo nimada? Bugungi kunda dehqonlarimiz pestitsidlar, kimyoviy vositalar va mineral o'g'itlarni qo'llash bo'yicha o'zboshimchalik qilishadi. Ya'ni tezroq natijaga erishish, tezroq katta hosil olish, yuqori miqdorda olish va uni sotish. Mana oddiy misol keltiraman. Har bitta kimyoviy vositani sepish muddati bor. Undan tashqari uni hosilni yig'ib olishdan oldin to'xtatish muddati bor. Mana misol biz aytyapmiz, tarvuzimizda, qovunimizda nitrat miqdori juda ham katta. Dehqonlarimizda odat borki, hosilni yig'ib olishdan oldin selitra beraman deydi. Azotli o'g'it beradi, hajmi katta bo'ladi deydi. Natijada hosildorligim yuqori bo'ladi deydi. Lekin u 30 kun oldin ishlov berib bo'lishi kerak. Sababi o'sha tarkibidagi nitrati yoki pestitsid qoldiqlari parchalanib ketishi uchun. Oddiy misol keltiraman, bozordan pomidor bilan bodring sotib olsak, hozir ximikatlarning hidi kelib turadi. Nima uchun? Bodringni yaxshi hosilda sifat saqlanishi uchun yoki bo'lmasam pomidorni tezroq qizarishi uchun uni dehqon nima qilyapti? Kimyoviy vosita bilan ishlov beryapti va muddat o'tmasdan uni biz bozorga olib chiqyapmiz. Qovunni qaytib kelishi masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, uni tarkibidagi nitratlarni ko'p bo'lishi birinchi masalasi va ikkinchisi yetkazib borish masalasi. Mana oddiy misol, Mirzacho'lda 45 gradus issiqda refrigerator bor-ku, mana bu muzlatgichli transport vositasiga yuklayapmiz kunduzi. 45 gradus issiq, qovun issiq qizib turibdi. Va u srazu muzlaydi. Temperatura srazu pastga tushgandan keyin to o'sha Koreyaga yoki Yaponiyaga yetib borguncha uni tarkibi buziladi. Nima uchun? Tarkibida o'sha nitrat ko'p. Natijada yetib borgan joyda biz ochilyapti. Transport vositasi ochilgan paytda qovunlar oqib ketyapti. Tarkibida kimyoviy vositalar ko'p, birinchidan. Ikkinchidan issiqdan srazu temperaturasi baland bo'lgan sharoitdan temperaturasi past bo'lgan sharoitga o'tkazilganligi bu sababi. O'shaning uchun Mirjalol aka. Buni sababi nimada? Bu kim aybdor bunga? Bunga o'sha sohani nazorat qiluvchi idoralar aybdormi yoki dehqon aybdormi yoki sotuvchi aybdormi? Kim aybdor bunga? Bunga hammamiz aybdormiz. Nima uchun? Sababi kimyoviy vositalar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'qimasligimiz yoki bo'lmasam kimyoviy preparatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni juda mayda qilib berilishi. To'g'rimi? Uni dehqon hech qachon o'qib o'tirmaydi. Biladiki, shu kasallik yoki zararkunandaga sepish kerak. Ular to'g'risidagi ma'lumotlarni yirik qilib dehqonlarga yetkazishimiz kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, har bir dehqonga kimyoviy vositalar, o'g'itlar, mineral o'g'itlarni berish muddatlari va ularni qo'llash bo'yicha ma'lumotnomalarni yetkazishimiz kerak. Ishlov berish holatlarini kamaytirish maqsadida. Keyin meni bitta taklifim bor edi. Bu hurmatli deputatlarimizga, chunki ular bu masalalarni respublika miqyosida olib chiqa oladilar. Birinchi masala bu urug'chilik masalasi. Ya'ni kartoshkani yetishmasligi hamda bu guruchda ham mana shunaqa muammo bor-da. Guruch va kartoshkaga davlat buyurtmasini shakllantirishimiz kerak. Nima uchun? Paxta bilan g'allaga davlat buyurtmasi bor. Paxta g'allaga davlat buyurtmasi bo'lganligi uchun uni urug'chiligi yaxshi. U urug'chilik xo'jaliklari mavjud. Unga talab bo'lganligi uchun. Agar kartoshka bilan mana shu iste'mol uchun asosiy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlariga davlat talabini qo'yadigan bo'lsak, uni urug'chiligi ham yaxshi shakllanadi. Ishlab chiqarish miqdori ham sirazu oshadi. Bu birinchi masala. Demak, urug'chilik xo'jaliklariga maydon ajratish va urug'chilik ishlab chiqarish uchun mahalliy navlarimiz shunda bemalol yetadi. Tashqaridan urug'larning importi ham kamayadi. Sirazu. Ikkinchi masala bu savdo sanoat palatasiga taklif bo'ladi. Har bitta mana ertaga xudo xolasa Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun juda ham qattiq harakat qilyapmiz. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Biz ertaga Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lsak, nima sotamiz? Qaysi qishloq xo'jaligi mahsulotini sotamiz? Yana paxta tolasini ko'tarib boramizmi? Yoki boshqa mahsulotlar haqida boshqa o'tirishimiz kerak. Uning uchun o'sha Jahon savdo tashkilotlarining standartlari bor. Smart 6 standarti bor Yevropani. Har bitta oziq-ovqat mahsulotiga qo'yilgan talablar. Ana shu
talablarni o'rgatishimiz kerak dehqonlarimizga. Birinchi masala. Ikkinchi masala, bozorlarni o'rganishimiz kerak. Biz qaysi bozorga kirib boramiz ertaga? Yevropaga, Afrikaga. Bizda an'anaviy hamkorlarimiz bor. Rossiya deymiz, masalan Xitoy deyapmiz. Ularning talablari, ular hozirgi siyosiy vaziyatda majburiyat yuzasidan biz mahsulotlarimizni qabul qilyapti. Buni to'g'ri tan olishimiz kerak bugungi kunda. Biz jahon miqyosiga chiqadigan bo'lsak, mahsulotlarimizga qo'yilgan talablar, respublikamizda allaqachon shunaqa fermer xo'jaliklar, teplitsalar borki, o'sha Smart 6 standartlari bo'yicha ishlaydi. Ularning mahsuloti to'g'ridan-to'g'ri Yevropaga nima qiladi? Eksport qilinadi. Endi boshqa imkoniyatlarimizdan ham foydalanishimiz kerak. Respublikamiz prezidenti 2024-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining hajmini 5 milliardgacha ko'tarish masalasini ko'targanlar-da. 5 milliardga yetkazaylik. Bizda yuqori potensiya bor. Mana misol uchun sabzi yoki piyoz yoki mana tarvuz masalasi. Biz ahamiyat bermaymiz, bozorlarni o'rganmaymiz. Bizni tarvuz masalasi bo'yicha Gruziya yil davomida kuzatib turadi. O'zbekistonning tarvuzi qachon pishar ekan deb qarab turadi ular. Nima uchun? Chunki ular o'z mahsulotini Rossiya bozorlariga, Yevropa bozorlariga olib borish kerak. Agar O'zbekistonning tarvuzi voqli chiqsa, ular sinadi. O'shaning uchun o'tgan yili tarvuzimiz bizniki kech pishdi. Nima? Yog'ingarchilikning miqdori natijasida. Gruziya tarvuzlari oldin pishdi. Mana o'shaning uchun biz tashqi savdoda nafarniklarimizni, sheriklarimizni yo'qotib qo'ydik va ichki hajm, ichki talabni ortib ketishi natijasida tarvuz narxi tushib ketdi. Savdo sanoat palatasi boya deputatimiz aytib o'tdilar, aniq kafolatlangan shartnomaga ega bo'lish kerak. Kerak bo'lsa Afrika davlati bilan, Yevropa davlati bilan bu yil men sen bilan 5000 tonna tarvuzni senga olib kelib beraman. Sen olasan shuni. 500 so'mdanmi, 1000 so'mdanmi kelishga aniq kafolatlangan bo'lish kerak. Biz nima qilyapmiz? Zerkalniy siyosat olib boryapmiz-da qishloq xo'jaligi mahsulotlarini savdosida. Ya'ni kimga kerak bo'lsa, shunga olib boramiz. Yana bitta misol keltiraman. Turkiya davlati bizning gulosimizni qachon pishishini poylab turadi. Nima uchun? O'zbekistonning gulosi Turkiya davlati gulosidan 1 oy oldin pishadi. Agar 1 oy oldin to'liq yetilib pishsa, Turkiya gulos sota olmaydi. Xitoyga ham, Yevropaga ham sota olmaydi. Bizni O'zbekiston sotadi. Mana shu holatlarga bozorlarni o'rganish kerak. Agar Turkiyani masalan gulosi oldin pishib qolsa, Savdo sanoat palatasi biz o'z gulosimizni qayerga olib boramiz degan savolga javob bo'lish kerak-da unga. Rahmat, joyingizga o'tirish mumkin. Marhamat. Endi savolim shu, mana qisqacha, mana bizda O'zbekistonda bugungi kunda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, umuman oziq-ovqat mahsulotlari eksporti bilan importining o'rtasida qancha tafovut bor? Mana moliya. Bizda ko'proq eksport qilamizmi yoki importimiz ko'proqmi? Bir-birini qoplaydimi, qoplamaydi? Bu masala birinchi savolim edi. Keyingi masala urug'chilik bo'yicha mana. Urug'chilik bo'yicha aytib o'tdik. Mana o'sha poliz mahsulotlari dedik, pomidor dedik, bodring, o'sha urug' masalasi bo'yicha bizda muammo bor. Men bilaman, oldinlari bizda yoshligimizda shu urug'i pomidor ekanligida yillar davomida shu urug'ini o'zimiz olib, o'zimiz yana ekib olardik, lekin hosil juda katta bo'lardi. Nima sababdan hozirgi kunda har yili yoki har 3 yilda yangi urug' olish kerak, o'sha eksport qilingan urug'lardan olib kelib turib, bu yerga import qilingan urug' olib ekishimiz kerak. Shuni iloji yo'qmi o'zimizda shuni ishlatish? Mahalliy urug' ishlab chiqarishni bo'lish. Va keyin mana aytib o'tdik, kartoshka urug'i deb aytdik. Kartoshkaning tan narxini 3800 so'mdan tushadi bizda yetishsa deb aytdik. Nimaga biz endi 17000 so'mdan yoki 20000 so'mdan shu 2% olib kelishimiz kerak? 2% bilan bir narsa o'zgarib ham qolmaydi. O'zimizda shuni qilsa bo'lmaydimi? Bizga ko'proq kartoshka yetishmay qolganda, nima deydi, defitsit bo'lgan paytda bizga Pokistondan olib kiriladi. Shu Pokistonda yoki boshqa davlatlarda o'sha kartoshkani yetishtirishda, tan narxida qanaqa bizim bilan farqi bor? Shularni qishloq xo'jaligi vazirligi bir tahlil qilib ko'rganmi? Atamaga to'g'ri aytasiz, bu masala bo'yicha ishlanyapti. Urug'chiligi masalasi bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan, kartoshka urug'chiligini rivojlantirish bo'yicha xabaringiz bor. In vitro laboratoriyalarni tashkil etganmiz. Respublikada 5 ta in vitro laboratoriyasini tashkil etdik. Shu hujayradan boyagi tuganakni yaratish bo'yicha. Bunga endi bilasiz, hamma joyda bir mablag' talab etiladi. Moliya vazirligi bilan bu kelishishda bo'lib turibdi hozir. O'rta hisobda urug'chilikni rivojlantirish bo'yicha 90 milliard bugungi kunda 3 yilga subsidiyaga pul so'raganmiz. Hozir shu jarayonda turibdi. Agar shu jarayonni biz o'tkazib oladigan bo'lsak, biz 29-yilga borib hisob-kitobimiz bo'yicha to'liq urug'chiligi bilan ta'minlashga erishishimiz mumkin. Rahmat.
Endi yana savol berdilarki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan import o'rtasidagi tafovut masalasi bo'yicha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qancha biz eksport qilyapmiz, qancha import qilyapmiz shu bo'yicha. 2024-yil yakuni bo'yicha jami 2,4 milliard dollarlik mahsulot eksport qilganmiz. Shundan 1,6 milliard dollar qishloq xo'jaligi mahsulotlari, 800 million dollar oziq-ovqat mahsulotlari. Ushbu mahsulotlarni importi 4,3 milliard dollarni tashkil qilgan. 1,7 milliard dollar qishloq xo'jaligi mahsulotlari va 2,5 milliard dollar oziq-ovqat mahsulotlari. Qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan asosiy import bo'lgan mahsulotlarimiz bu chorva mahsulotlari va bug'doy. Qolgani oziq-ovqat mahsulotlariga to'g'ri keladi. Mana hozir hamma yaylovlar xususiy bo'lgan. Yerni sotib olgan, kimlar olib olgan, lekin bugungi kunda o'sha yaylovlarga olgan odam solig'ini to'laydi. Lekin masalan 1 gektar lalmi yerda qancha qoramol yoki qancha qo'y bo'lishi kerakligi yoki bo'lmasa suvli yerda qancha bo'lishiga normativ bor. Shu bo'yicha qishloq xo'jaligi vazirligidami yoki bo'lmasa kimda, masalan bilmadim kimda hisob bor. Masalan bizda misol uchun falon 1000 gektar yaylov bor. Shu yaylovga olganlar 100 mingta odam olgan misol uchun. 100 mingta odam balansida yoki bo'lmasa o'sha tashqi o'sha chorvachilik xo'jaligida shuncha mol, shuncha qaramol boqish kerak. Shu bormi yoki yo'qmi? Shuncha qancha go'sht topshirdi bular? Go'sht haqiqatan yetishtirdimi yo'qmi? Sut yetishtirmi yo'qmi? Bu narsa yo'q. Oldin bo'lardi, misol uchun o'sha shirkatlar bo'lardi, ularni biriktirilgan yerlari bo'lardi. Bu yerda shirkatlarning qo'yi bo'lardi, mana Rizqullarga bilarlar, moli bo'lardi, uni hisobi bo'lardi. Hozir yaylovlarni xususiy qilib yubordik. Aholimiz yaylov yo'q, mol boqishga joy yo'q. Go'sht narxi oshib yotibdi, lekin bu bo'yicha qanaqadir bir tahlillar bormi hozir? Rahmat. To'g'ri aytasiz. Bundan oldingi unaqada Qorako'l bo'yicha uyushma tashkil etilgandi. Shu uyushmaga boyagi yaylov yerlarimiz hammasi biriktirib berilgandi. Bu hozir endi veterinariya qo'mitasiga qaytadan yana qaytarildi yaylovlar. Uni aytganingizdek hisob-kitoblari bor. Har bir gektardan yaylovda qancha mol boqilishi kerak va qancha go'sht topshirish kerak degan savol bor u. Shuni ustida hozir ishlanyapti. Bu yana qaytadan shu veterinariya qo'mitasiga o'tkazildi. Bu endi o'zingiz xabaringiz bor, bu qonunchilikda buni ham o'tkazilgan. Hozir shu bo'yicha ishlanyapti. Boya o'zingiz aytganingizdek o'sha xususiy bo'lib tadbirkorlarning qo'liga o'tib ketib qolgan. U xolasa o'tdi, qildirtirdi, xolamasa yo'q. Har xil usul bilan boyaga aytganingizdek juda talon-toroj ko'payib ketgan edi. Shuning uchun yana qo'mitaga o'tkazildi qayta. Hurmatli ishtirokchilar, endi yana biz markaziy studiyaga taklif qilgan mehmonlarimizdan bizda jamoatchilik faollari, o'sha olimlar bilan birgalikda mana mashhur insonlarimiz ham bor. Mana oxirgi paytda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqdi. Xayrullo aka Asatov, marhamat. Xayrullo aka, bugungi bizani loyihamizga o'z munosabatlaringiz. Mana rahmat avvalambor, marhamat. O'zingizni bugungi bizni loyihamizga nisbatan munosabatingiz qanday? Assalomu alaykum, salomatmisizlar. Eng xursand bo'lganim birinchi bo'lib taklif qilganinglar. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytdilar, eng buyuk gap, uyg'oninglar. Uyg'oninglar va uyg'oninglar. Mana masalan, eski kitoblarda yozilganda, oldin bir ishni qilardilar. Keyin qilib gapiradigan bo'ldilar. Oxirgi paytda gapiradigan bo'lib qoldilar. Gapiraverib muammolarni hal qilib bo'lmaydi. Mutaxassislar kerak. Mana akalar aytishyapti, kadrlar yetishmayapti. Kadrlar. Yana dehqon xo'jalik mahsulotlari. O'zim ham dehqonchilik bilan shug'ullanganman. Bankrotga uchraganman. Nima uchun? Siz mahsulotingizni vaqtingizni ataysiz, ishlaysiz, pulingizni tikasiz, mahsulotingiz ketmay qoldi. Katta pullarga bankrot uchraladi. Masalan, Amerikada eshitganman, dehqon xo'jalik mahsulotlari ro'yxat bo'yicha bu yil masalan 70 tonna sabzi kerak, kartoshka kerak, plan bo'yicha plan berishimiz kerak. Demak, u bor kuchini tikyapti-da, bankrotga uchrash kerak. 1 yil, 2 yil uchadi, u boshqa yil qolmaydi. Men o'zim 4 yil zo'rg'a chidaganman. Hududimiz borgan sari suvsizlanib boryaptilar, to'ppa-to'g'ri aytyaptilar. Bu eski yo'nalish bo'yicha. Masalan, hozir zamonaviy gidroponika yo'nalishlari chiqib ketdi. 1 gektardan 10 gektar hosilni olish mumkin. Gidroponika yoki lazerli texnologiya. O'tlarni lazer o'zida kuydirib ketaveradi. Boshqa shart emas. Sahro hududlar. Xitoy sistemasini ko'raylik. 50 ming gektarga daraxt ektirib o'rmon qilib berildi. Tarixda bu isbotlanmagan narsa. Keling, biz ham o'tiravermaylikda. Har bir fuqaromiz 14 ta ko'chatdan ekib chiqsin. Sahro hududlarimiz kamayib boradi. Yo'qsa boshqa iloji yo'q. Kurashmasak, harakat qilmasak, ilmiy kadrlar yetishmasa, dunyo shu darajada rivojlanib ketyaptiki, prezidentimiz o'zlari aytdilar-ku, 10 trillion dollar zararga ko'rdi Amerika. Nima uchun?
ilm kadrlar ilmlar hammamiz jamiyatimiz o'qiver ekanmiz, o'z ishimizni sidqidildan vijdonan bajarar ekanmiz, shundagina natija erishadi. Gap bilan hech narsa hal bo'lmaydi. İşimizni qilishimiz kerak, bajarishimiz kerak. Har bir inson o'qish kerak, qattiq ishimizni bajaramiz. Shundagina biz raqobatga chidolaymiz. Yo'masa boya aytganlardek qovunchirib ketdi. Uni kechki payt ortish kerak edi balki. Yo vaqtini bilish kerak edi. 100 ming dollarlab mahsulot ol bo'ldik. Vaqtini, dorilarni bu akalarim hammasi bo'yicha qo'llamalar berishlar kerak. Mashina qilasan, shuni qilasan. Haqiqatan 1 kilo mahsulotimiz Yevropalarda juda pag'on pul turadi. Bizning mahsulotimiz dunyo bo'yicha eng lider. Meva-chevalarimiz nima uchun? Bizda 1 yil почти 4 yil issiq. Eng zo'r, ajoyib shirin mevalar. Ular juda katta pullarni ayamaydilar. Faqat uning uchun bu akamdagi yuqori mutaxassislar, yuqori yo'nalishlar, bozorlarni o'rganamiz. Sizlar mendan ko'ra mutaxassislar ko'proqsizlar. Faqat jon kuydiraylik. Bitta prezidentimiz biz ham jon kuydiraylik. O'shanda bu narsa natijaga erishamiz. Yo'masa faqat qog'ozbozlik, gap so'z qolib ketmasin. Salomat bo'linglar. Hurmatli ishtirokchilar, bugun ko'p masalalarni muhokama qila olmagan bo'lsak ham, lekin asosiy o'sha asosiy yadrosini muhokama qilib, ko'p masalalarga mana yechimlar topish bo'yicha ancha bir to'xtamga keldik. Vazirlik idoralarga o'zimizni fikrlarimizni, takliflarimizni berdik va deputatlarimiz tomonidan ham mana o'zlarining munosabatlari bildirdi. Hurmatli ishtirokchilar, bu yo'nalishda agar yana qo'shimcha fikrlar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, bizga partiyamizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga sizlar o'zingizlarning izohinglarni qoldirishinglar mumkin va shu bilan birgalikda agar bizga qanaqadir shaklda murojaat yo'llaydigan bo'lsanglar, albatta biz bu takliflar bilan birga ishlashga tayyormiz va bu yo'nalishdagi loyihalarimizni yanada ko'proq amalga oshirishga va davom ettirishga tayyormiz. Endi umumiy maqsad nima? Maqsad taraqqiyotga erishish. Taraqqiyotga erishish nima natija pirovard bo'ladi? Bu aholimizni farovonligi, insonlarimizni qadrini yuksalishi va O'zbekistonni iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan qudratli bo'lishiga erishishga biz maqsad qilganmiz. Shuning uchun hurmatli ishtirokchilar, bugungi tadbirga tashrif buyurganinglar uchun, Zoomdan ishtirok etgan bizni faollarimizga ham ishtiroki uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Hammanglarning e'tiboringlar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat.